Inson xohlaydi muvaffaqiyatli bo'lishni, xohlaydi. Lekin xohishi u muvaffaqiyatlikka yetaklamaydi. Uni qo'rquvi ko'proq yetaklaydi. To'g'ri, xohishi ham o'rni bor, dozasi bor. Lekin uni ko'taradigan narsasi birinchisi qo'rquvi bo'ladi. Basseynga bir marta kalla tashlaganmisiz? Necha minut kutgansiz? Prosta endi primerni ko'p kutadi. Lekin birinchisi bilan ikkinchisini orasida qancha farq qiladi? Kamida 4-5 barobar kam farq qiladi. Nega? Chunki u uni tajribasida sinab ko'rdi-da, suvga tushishi hech qanaqa og'riqni yoki nimadir bermadi. O'shani hisobiga shundoq chiqadi-da, yana kalla tashlaydi. Bularni tajribadan keladi. Hammasi, u biznes ham xuddi shunaqa, boshqasi ham shunaqa. Tajribada nima bo'ladi desa, uni qilib ko'rgan bo'ladi. Qilib ko'rgan odam yana qiladi. Qilmagan odam asosan qo'rqadi. Tajribasi ortadi. Hatto boksyorni oling, boksyor qo'rqmaydimi? Yo'q, qo'rqadi. Birinchi kalta yeyishdan qo'rqadi. Lekin u nima qiladi desa, kalta yemaslik uchun harakat qiladi. Va bu tajribasi uni chempion bo'lishiga olib keladi. Senga hech kim qilib bermaydi nonushta, foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolish. Shunaqa kelsa bo'ladi. Juda ko'p kapitali bor odamlar, ko'p binolar qurib tashagan, ko'p andolar qilgan, bozordan chiqishgan, pulga urib, hisob-kitob olib borishmaydi, lekin juda katta kapitali bor. Bu nima omadmi yoki o'zi bilmagan holda qanaqa cho'kasi bormi ularni? Bu yaxshi savol berdingiz. Bizda davrlar bo'lgan. Davrlar qanaqa ishlaydi desa, xuddi Голубой okean bilan Qizil okeanga bog'layman men. Biz mustaqil bo'lganimizdan keyin Голубой okean katta bo'lgan. Ya'ni ishlab chiqarishlar bo'lmagan yoki yangi biznes yoki boshqa narsalar bo'lmagan. Ularni harakati bilimidan ustun turadi. Chunki harakat doim birinchi o'rinda turadi. Xuddi $1 million yozayotganda birra qo'yadigan raqam bor-ku, bu 100% harakat. Oldida birinchi qo'yiladigan raqam 1 deylu. O'sha bu harakatga undaydigan raqam. Uni orqasida nollar ko'payishi uni bilimi. Demak, agar harakatni 1 olib tashlasa, 1000 ta nol qo'ymaysizmi? Nimaga teng? 0 ga teng. O'shaning uchun endi Jahongir akam aytganini ko'plar tushunmagan, duh katta rol o'ynaydi biznesda. Duh birinchi beradi. Голубой okeanda qilingan biznesmenlarda kirgan odamlar birinchi duxi bilan kirgan. Lekin o'sha insonlarni ham farzandini ko'rsangiz o'qitadi. Davay sen o'qishing kerak. Nega? Chunki u birini qo'yib qo'yganda orqadagi nollariga o'ynaydi endi. Men birni qo'ydim, meni imperiyamni ushlab qolishing kerak deydi. Masalan, Jahongir akam farzandlarini olasizmi yoki umuman hamma farzandini olsangiz, ular o'qitishni boshlaydi. Nega? Chunki uni ushlab qolish bilim bilan bo'ladi. Lekin riskovat qilingan paytda birinchi Голубой okean bo'lganda, harakat katta dozani bergan. Lekin hozir Qizil okeanga kirgandan keyin уже yangi bilimlarni o'rganishi, yangi strategiyalarni qo'yishi, o'sha biznesni yurish imkoniyatlarini doim bilim beradi. Lekin bu faqat bilim beradi deb har doim anaqa qaramayman. Uni harakati ham, uni o'sha sportlarga berishingiz, riskovat qilishlarini o'rganishi, xohlasangiz qilichbozlik, xohlasangiz osmondan tashashlik, uni duxini ko'tarib turish kerak. Chunki bilim odatda haligi ukamiz aytganlaridek risklarni ko'rgandan keyin uni tortadigan qilib qo'yadi. Ya deydi, hozir bo'tga kirsam ham unaqa risklar bor deydi-da, uni duxini tushiradi. O'shaning uchun buni ikkita tarafi parallelni olib yurish kerak. Har doim harakatda dumalog'i bilimni dumalog'idan katta yuradi. Chunki oldidagi birni 2 qilish ham mumkin-da. Odamlar bir qo'ydilar, men endi 2 qo'yaman deyish ham mumkin. U duh bilan keladi. Bitta gap bor-ku, o'zi universitetdagi barcha o'sha biznes professorlarda o'zida bizneslar yo'q degan. Ya'ni ular biznesni o'rgatadi, lekin o'zida biznes yo'q. Men bunga qanaqa qarayman, o'sha Ibrohim aytganlar, ular o'sha biznes qilishni, millionta yo'lini biladi va nega o'xshamasligini, millionta sababini ham biladi. O'shaning uchun siz hech kim yaxshi bilganligi uchun biznesga kirmaydi degan narsa. Bu ya'ni siz hech kim ko'p bilib olish bu zararmi yoki siz hech kim ko'p bilib keyin duxni ham trenirovka qilish kerak deyapsizmi hozir? Duxni обязательно trenirovka qilish kerak. Ya'ni nima qilayman hozir? Qayerdan sakray? Farzandim, rostdan men farzandimni bo'ynimga olib chiqaman, bo'ynimdan sakrattiraman. U suv bo'lsin, hozir masalan 3 yoshli, 5 yoshli farzand tashattiraman. Basseynga olib boraman, tasha deyman. Basseynni tepasiga olib chiqaman, tasha deyman. Nega? O'zingiz yoshliginglarni eslab ko'ringlar, birinchi marta qachon kalla tashagansizlar va kalla tashagan paytinglarda qancha kutgansizlar? Oddiy misol, bu boshqa narsaga borish shart emas. Yoshliginglarda o'ynagan o'yinlar va bu narsalar qilingan risklar o'zi shakllanib, sizni o'sha darajaga olib chiqib qo'yadi. Buni yoshlikdan boshlash kerak. Men farzandlarimni endi qiladigan narsalarini ko'rsangiz, ashib qotasizda. Ayolim aytardi, hatto qiz bola bo'lsa, ko'chani yuzidan tashardim bog'chaga kirib ketishga.
Bir kun ayolim bilan borib tashlaganimda kelib adamlik etib berganda. Do'da qarang, anaqa xo'jayinim mana bu 3 yasharli bolani ko'chadan qo'yib yuborar ekanlar. Lekin uni mustaqil yurishi men uchun muhim. Hatto mashinada o'zida gaplashib ketaman. Yo'qolib qolding, nima qilasan? Sizga qilaman. Men nomerim nechi? Palonchi piston. Men olmasam nima qilasan? Pistonchiga qilaman. Hattoki даже saunada o'tirganda eshik yopilib qoldi, quplanib qoldi. Nima qilasanlar? Ularni essiz, ular ritmlarni ko'rsatadi. Bu ritmlarni yoshlikdan qilish kerak. Kichkina qizim, katta qizim men buni olaman, oynani sindiraman deyapti. Kichkina qizim nima deyapti? Men yerga yotib olaman deyapti. Nimaga desam, anaqa suvku deyapti. Sauna suvku tepada suv, men kamroq yashayman. Yerga yotib olsam ko'proq yashayman. Kimdir kelib qolishi mumkin. Ko'ryapsizmi, bu ritmlarni o'rgatish. Hattoki men o'zimni anaqa qilaman. Men ertaga o'lib qoldim. Nima qilasanlar deyman. Har doim beradigan savollarim. Kichkina qizim boshqacha o'ylaydi. YouTube'dagi hamma anaqangizni podkastingizni ko'rib chiqaman. Zo'r, bu chorniy lebitlar anaqa bo'lishi mumkin bo'lgan katta narsalar bolani duxini qanchalik bu siz aytgan ritmlar oshirishga qaysi nuqtai nazardan bolani duxini oshiradi? Miya ximiya bilan shakllanadi. O'sha dopamin deymiz, adrenalin deymiz. O'sha ximiyalar bor. U ximiya qachon chiqadi desa, har doim insoniyat bo'lsin, hayvonot olami bo'lsin, u qo'rqqanda chiqadi. Qachon qo'rqadi? Risk qilganda qo'rqadi. Xavf sodir bo'lganda bo'ladi. U xavfga duch keltirib tursangiz, uni riskka bo'lgan tajribasi ortadi. Hatto boksyorni oling, boksyor qo'rqmaydimi? Yo'q, qo'rqadi. Birinchi kalta yeyishdan qo'rqadi. Lekin u nima qiladi desa, kalta yemaslik uchun harakat qiladi. Va bu tajribasi uni chempion bo'lishiga olib keladi. Xohlagan narsani ko'tarsangiz, birinchi insoniyatni strukturasi tirik qolishdagi strukturani qo'llaydi. Hayvonot olamida ham shunaqa, insoniyatda ham shunaqa. U narsani nima beradi desa, miyaga dopamin beradi. Dopaminni kelishi adrenalinni oshishi bilan beradi. Hattoki erkak kishida testosteron bo'lsa, ayol kishida ham xuddi shu narsa. U narsalar qachon ko'tariladi desa, faqat va faqat xohish bilan bo'lmaydi. Inson xohlaydi muvaffaqiyatli bo'lishni, xohlaydi. Lekin xohishi u muvaffaqiyatlikka yetaklamaydi. Uni qo'rquvi ko'proq yetaklaydi. To'g'ri, xohishi ham o'rni bor, dozasi bor. Lekin uni ko'taradigan narsasi birinchisi qo'rquvi bo'ladi. Shunda qo'rquvni dozasini oshirib, o'sha qo'rquvlarda qaror qabul qilishi yengillashtiradimi? Albatta, chunki faraz qiling, men hali aytdim, basseynga bir marta kalla tashlaganmisiz, siz necha minut kutgansiz? Prosta endi примерно ko'p kutadi. Lekin birinchisi bilan ikkinchisini orasida qancha farq qiladi? Kamida 4-5 barobar kam farq qiladi. Nega? Chunki u uni попробка qilib ko'rdi. Tajribasida sinab ko'rdi-da, suvga tushishi hech qanaqa og'riqni yoki nimadir bermadi. O'shani hisobiga shunday chiqadi-da, yana kalla tashlaydi. Bularni tajribadan keladi. Hammasi, u biznes ham xuddi shunaqa, boshqasi ham shunaqa. Tajribada nima bo'ladi desa, uni qilib ko'rgan bo'ladi. Qilib ko'rgan odam yana qiladi. Qilmagan odam asosan qo'rqadi. Hamma qo'rquvni qilmagan odamda beradi. Masalan, kechiginda lijani tepasiga olib chiqib ketdim, eng qiyiniga. Qizim, tushasan? Yo'q dedi. Yo, tushasan. Tushgandan keyin yana chiqadi. Sirrazi chiqib ketdi-da. Birinchisida kutdimi? Kutdi. Uni bosib o'tdi-ku. Mayli, yiqildi. Lekin u yiqilishi ham qattiq bo'lmasligini bildi-ku. Uni riskovat qildi-ku. Lekin katta bo'lgan saringiz sizni riskingiz, qo'rquvingiz ko'payib boradi. Hech qachon kamaymaydi. Dopamin ham 40 dan o'tgandan keyin kamayishib boradi. Nimaga ana katta milliarderlar jinniliklar qiladi? Faqat va faqat adrenalin bilan dopaminni ko'tarish uchun. U через ximiya keladi. Ya'ni tanani avtomatik qo'rqqanda ximiyasi keladi. Men o'sha 4500 metr balandlikdan Shvetsariyada tashlagan paytimda balandlikdan tashsa ozadi deyshadi-yu. Nima tashlagansiz? Parashyutda. Nima o'zi aslida uni ozdirar ekan desa, odam samolyotda chiqib ketayotgan paytida hozir tashlashligini biladi-yu, u 12 minut chiqadi-da. Men terim ushlaganimda-chi, anaqadan qattiq edi-da. Nima edi? Yo'q, teri qo'rqgan paytda tirishib olar ekan-da. U yog'larni anaqa qilar ekan. 12 minut faraz qiling, shunaqa tirishib katta anaqada chiqasiz-da. Chiqqaningizdan keyin eshikni oldiga kelgandan keyin o'sha orqaga yotdi-yu. Tashlashingiz kerak. Отказ qilsa bo'lmaydimi? Отказ qilsangiz bo'ladi, lekin uni
qilmadingizda, inson yiqilib ko'rmagunicha yoki uni tajribasidan o'tkazmagunicha unga doim o'sha narsa qo'rquv bo'ladi. Bir marta tashlagandan keyin yana chiqaman deyman-da hozir. Nega? Chunki o'sha qasini ko'rdim. Qachon parashyut ochiladi, nima qiladi, qo'yganingizdan keyin u narsalar sizni qoningizga kirishni boshlaydi. Nega? Sakrab bo'lganingizdan keyin strach yo'qoldimi shunda? Shunday yo'qoldi. Ya'ni imni uchyapsiz polotda. Uchyapman. Bo'ldi, уже yo'q. Shunaqa. Sababi men qushlarga havasim kelishni boshladi. Ishoning, oddiy nima meni qo'lim qanchalik katta. Mana shu qo'lni mundoq qilishimni o'zi anaqamni tanamni o'zgartirib yuboryapti-da. Bitta qo'lni mana shunaqa qilishingizni o'zi направленияni kiryapti. Chunki 1 sekundda 52 metr tushar ekansizda, ya'ni vesingizga, anaqangizga qarab turib 1 sekundda 52 metrda mani o'zi ijtimoiy tarmoqda anaqam bor. Mana shu terim bor-ku, suvigimni ko'rinib qolgan. Mana shunday bo'lib suvigimni qanaqa izini ko'rganman-da, anaqa qiladi. Buni Shvetsariyaga bormasdan o'zimizdan sakrasa bo'ladimi? Bo'ladi. Bir marta ochishdi, keyin yopib qo'yishdi. Qonunan yopib qo'yishdimi? Yo'q, bittasi sal oyog'i sindi. Dubayda bor-a? Dubayda bor. Dubayda 3,5 metr, 3,5 ming metr. То есть ja unaqa baland emas, ani 4,5 metr eng baland. Necha sekund u uchasiz? Menimcha bilmadim, anaqa parashyut ochilgandan keyin общий 12 minut ketdi-da. Parashyutga nisbatan bo'ldi, lekin ancha uchdim men, lekin nima edi? Ancha 4,5 metrda adashmasam 30 sekundli free fall bo'ldi-da. 30 sekunddan keyin parashyut ochilganda. 30 sekunddan keyin parashyut. Yo'q, o'zi даже bundan ham ko'proq edi. Chunki hozir 52 sekundda anaqa qolman, lekin hisoblamagan ekanman, lekin ko'p uchdim-da. Chunki baqirganman-da, anaqa. Vaqt ham sekinlashgan. Shunaqa dahshat ekan deb baqirganman. Biroz sakramagan bo'lsangiz kerak, ikkita odam birga sakraydimi? Ha, o'zi safe anaqada ikkitasi sakraydi. Chunki agar birinchi parashyutingiz ochilmay qolsa, agar birinchi marta tashlayotgan bo'lsangiz, agar birinchisida birinchi parashyut ochilmagan bo'lsa, shansi juda kam ikkinchi parashyutni ochishga. Chunki men bunisini bitta tortdim, ochilmagandan keyin ikkinchisini tortaman, yo'q, birinchisidan voz kechib, keyin ikkinchisini ochilar ekan. U shansi kam. Tajribali odam bilan birga tashlasangiz, bir xil anaqa qaytanga tezroq tushasiz, chunki u yerda taxminan 150-200 kilo odam bo'ladi, ancha tez tushasiz. Tushunarli. Tadbirkorlarga tavsiya qilasiz? 100% tavsiya qilaman. Zo'r keyslarni berdingiz, vashshi. Mazza qiladigan. Nima yana qilsam bo'ladi aka? Qo'rqitadigan narsalarni ayting. Jinni bo'lmagan jinni degan strategiya bor, qilganmisiz? Yo'q. Lekin men ham stobardisman aytgancha. Bizning klub ayniqsa o'sha jinni bo'lmagan jinni strategiyalar qilinadi. Biz endi klub bilan chet ellarga o'tib chiqamiz. Anchadan beri chiqmayapmiz hozir. Masalan, ko'rayotgan klub deylar bo'lsa. Lekin har doim chiqqanda asosan adrenalinga qarayman. Bizda anaqa aktivnost anaqa borib, unaqa o'tirish, unaqa narsalar yo'q. Даже ana suvdan tushadigan anaqalarni ham qilganmiz. Anaqadan adarilganmiz hammamiz. Boshimizga tegan, orqamachasi tushganmiz, muzdek suv. Hamma riskka qilib ko'rilishi kerak. O'zi men shunaqa xarakterdaman. Boshqalarni majburlayman даже. Qilmaganlar choyxonaga tushadi. Mana shunaqa anaqalar ritmlar qilamiz. Tanlasang tanla. Parashyutdan necha kishi tushdi? 20-30 kishi borganmiz, 3 kishi tushdi. Nega? Qolganlar nima qildi? Qolganlar ana do'q deydi-ku, qo'rq. Biz ham Dubayga borganimizda ketdik, parashyutdan tushamiz bo'ldi-da. Hech kim bormayapti-da. Yo'q. Ustozimiz bor, zo'r eksperiment aytgan. Duxing yetsa, qabrga tushib necha minutdir yotib ko'r degan. Shunaqa tayyor qabrlar bo'lar ekan. Bunaqalar yo'qmi? Tajriba Bor. Ko'r. 5 minutdan Ko'kchaga borsanglar eng zo'ri. Men ana aytaman, albatta. Ko'kchada iminni yotib ko'radigan joy bor. Necha minut yotsa bo'ladi? Necha minut siz yotgansiz? Yo'q, endi u unaqa ko'pda emas, uni his qilishda-da. Balkim 5 minutdir, balkim 10 minutdir. Men endi soatga qarab, minutga qarab yotmaganman. Men faqat va faqat his qilish uchun qilib ko'riladi degan narsa-da. To есть ko'p yotdingiz nima mazza beradi? Hech narsa mazza bermaydi. Maqsad uni negizini tushunish, ya'ni substance deydi-ku. Bu yerdan nima maqsad degan paytda men bir kun kelaman shu yerga, meni anaqa holatim shu holatga tushaman degan narsani tatib ko'rish. Masalan, garmdor chaynaysiz ham chaynab turmaysiz-ku. To есть achchig'ini bilasiz-ku, o'sha narsani his qilib olishda, o'ta ham xuddi shunaqa. O'tga u narsani ko'rishingiz, u narsani maqsadini va niyatini va bir kun kelib shu yerga borishingizni his qilish. His qildingizmi? Bo'ldi, o'tda anaqa ko'p turishingiz shart emas. 5 minut turing, 5 minut, 10 minut turing, 10 minut. Qachon his qilasiz? Chunki hissiyot qachon keladi desa, qo'rquvda keladi. O'tda xohlab kirmaysiz-ku. Qo'rqamisiz-ki? Albatta, buni ko'rgan paytda o'sha bo'lsa kerak. Juda kichkina пространство bo'lsa kerak. Shunaqa.
O'sha ustozimiz aytgan edi, 1 soatdan oshiq tura olsang, $10 million limit bor, investorlik qilaveraman любой practicing deb gapirganda. U uzoq turish qiyin ekan. Даже qabrga duxing yetmasa, MRT apparatni ichiga kirib, prosta ishlatmasdan shunchaki yotib ko'r degan. Nimaligini tushunasan, nafasing bo'g'ilish boshlaydi. Shunaqa. Qanchadir minut. O'zi nafas bor. MRTda ham anaqa qilishadi, to'g'ri aytishgan. MRTda ham ozgina ko'proq tursangiz, nafasingiz qisishni boshlaydi. Bo'lmasam havo bor. Nafas olsangiz havo bor. Anaqada ham bor o'zi, o'sha qabrda ham, lekin u holatga tushib, o'sha turpoqga kirib turib anaqa qilish, u umuman boshqa narsa taassurot beradi. Qilishni tavsiya qilaman. Ayniqsa prezidentimiz aytadilar, oyog'i yerdan uzilgan. O'shalar borish kerak. Chunki kibrni yengadigan eng zo'ri anaqaga kirish. Zo'r. Duxni oshiradigan zo'r instrumentlarni oldik, Umidjon aka. Bizda doim debat bo'ladi, krugimizda tadbirkorlarda seriyali tadbirkorlar bor va bitta biznesiga fokus berganlar bor. Siz mana seriyali tadbirkorsiz. Bizda shunaqa narsa, bitta joyga qatga fokus qaratsang, o'sha narsa o'sadi. Ularda diversifikatsiya qilmasang, mabodo bu soha o'lib qolsa nima qilasan? degan kuchli argumentlar bor ikki tarafda. Siz nimaga seriyali tadbirkorsiz va buni qanday eplayapsizki, loyihalaringiz siz chiqib ketgandan keyin ham o'syapti? O'zi haqiqatda o'syaptimi yoki ushlab turibdimi? Shu narsa menga qiziq. Albatta, ikkalovida ham haqiqat bor. Agar siz yosh bo'lsangiz, 2017da anaqa tochka qilib olganman. 2017dan keyin biznes boshlayotgan bo'lsangiz, fokusga qaratishingizni tavsiya qilaman. 2017dan oldin biznes boshlaganlar, xolismi xohlamaysizmi, ular diversifikatsiya qilgan. To есть sani diversifikatsiya qilishingni asosiy maqsadi nima desa, u paytda maski shoular bo'lardi. Maski shou bo'lgan paytida qaysidir proyektingiz sizni tirik qolishdan qutqarish kerak edi. To есть agar fokusni berib bittaga kelgan odamlar bo'lgan, lekin bittaga kelgan odamlarni maski shou qilib biznesini yopgan paytda bo'ldi, уже oxirgi tochkasi bankrotlik, u yo ketardi, yo qochardi. Alhamdulillah hozir mana zo'r siyosat bo'lyapti, yangi imkoniyatlar yaratilyapti. Bu liniyada fokus qaratishni tavsiya qilaman. U xarakterga ham bog'liq. Bir xil xarakterli insonlar nimadir qilgandan keyin yana nimadir qilgisi keladi. Men o'sha kategoriyaga kirsam kerak deb o'ylayman. Chunki bitta narsaga kirib, u narsani qo'yganimdan keyin o'sha budjetlar, rejalar hammasi ketgandan keyin keyingi ritmga o'tadigan strategiyam bor meni. Chunki raqamlar o'zgaryapti. Bitta o'rinda bitta raqamni xohlaysiz, keyingi o'ringa chiqqandan keyin u raqam yoqmay qoladi, keyingi raqamni xohlaysiz. Bu qopqon strategiyasi. Lekin hozirgi paytda yangi biznes ochlayotganlarga fokus qaratishni tavsiya qilaman. Bitta yo'nalishga. Bitta yo'nalishga. Umidjon aka, aksariyat tadbirkorlarni qo'rquvi kengga olmaydi, chunki misol uchun do'koncha ochib qo'ygan, o'sha do'konchalardan chiqa olmaydi. Siz bu yerda 1000 ta xodim ishlatyapsiz. Qanaqadir instruktaj berib ketaylik. Mana odam qo'yib, direktor qo'yib olsiz yoki menejer qo'yib olsiz, nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi xatolarni qilmagan yaxshi? Birinchi haligi aytganimdek, budjetni ko'rib chiqish kerak. Ko'p odamda o'zi bu yerda bir $10,000 topayotgan bo'ladi-da, yangi loyiha $1000 bo'lib qoladi-da, o'shanga urg'u berib qoladi. U xato. $10,000 topayotgan paytingizda $100,000 proyektga o'tgan bo'lsa, unga kirish выгодно. Lekin topib turganini kam holatda analiz qilmaydi. Hozir 3 ta tochkani qo'yaman, bu narsa yurib ketadi deydi. U xato. Chunki 10,000 ga urg'u berishi imkoniyatni yana ham ko'taradi. Lekin 10,000 topayotgan paytida $1000 ga kiradigan holatda ko'p tadbirkorlarda ko'rib qolaman. Zato 3 ta nuqtani birlashtirsam, fokusingni oladi. Masalan, oddiy anaqa biznes, dacha biznesiga bittasi kirdi-da. Hali bizilishi boshlanadi, telefon qiladi, bezovta qiladi. Ishon, noto'g'ri qilyapsan. Samamni o'zi shkala keyin bordi, qildi, uchala dachasini sotdi-da, Umid aytgan ekan, yana qaytib keldi-da. Tushunasizmi? To есть kirayotgan paytida sizni imkoniyatingizni keyingi imkoniyatga olib chiqayotgan bo'lsa kirish kerak. Bu birinchi pozitsiya. Endi nimaga qaraydi desa, bu nimani berdi? Qayerdan hisoblading desa, haliga aytayotganimdek raqamlardan. Birinchi raqamlarni ko'rib ol. Qanchaga osha olasan, qancha pul qila olasan, u scalablemi, ya'ni o'solaydimi? Agar $1000 qilib turib 1 yilda 15,000, $20,000 ga qaysiki $10,000 dan ko'pga chiqa oladigan bo'lsa, qarasa bo'ladi. Lekin qila olaydimi degan savolni berib olish kerak-da. Ko'plar kirib qo'yadi, keyin chiqa olmaydi. Chunki katta investitsiya kirgizib qo'yadi, too big to fail deydi. Ya'ni juda ham katta bo'lib qoldi, yo'qorishga deydi. Ana o'sha holatda tahlil qilish kerak. Demak, birinchi budjetni ko'rish kerak. Qanaqa tushum, qanaqa tannarx, nima bo'ladi, bozorlarda kim bor, o'rganish kerak. O'rgangandan keyin kirish kerak. Kirayotgan paytida
Boshida o'zi kirdimi, bo'ldi. Anaqani tizimni bitsa bo'ladi. То есть xohlasang Jiyanini ol, xohlasang Ro'shanni ol, Ahmadni ol, o'sha biznesni boshla. Yurib ketgandan keyin o'sha tizim qo'yish kerak. Tizim qo'ymasa chiqa olmaydi. Nega? Chiqa olmasligiga kulutchi berish kerak-da kimgadir. Kulutch eng katta anaqa holat. Kulutchi berayotganda u bola tushumdan toza foydagacha ko'ra olish kerak. Tushum bilan toza foydani ko'ra olgandan keyin kalitni berish kerak. Kalitni berayotganda ham o'lchovlar bor. Ya'ni qanaqa o'lchovlar bor desa, ba'zi bir bizneslarda baryerlar bo'ladi. То есть $1 million dan kamiga kira olmaydi. O'shaning uchun uni ketmasligi ham sizga rezerv bo'ladi-da. Ya'ni hozir kimdir bunga 1 million beradimi desa, qanaqa beradi? Chunki limit katta, baryer katta, kirish baryeri katta bizneslarni. Bir taxminan 3-4 ta biznesda baryeri katta silishkim. U yerda o'sha raqamlarni ana bekitib, mana buni ko'rsatmaslik, buni ko'rsatmaslik degan narsa yo'q. Kichkina biznesmi? Unda raqamlarni ushlash kerak. Ushlayotgan paytda sizda qanaqadir kulch turishi kerak baribir. U raqamlarni kulchi, eng katta kulch. Siz tizim qo'yib olganingizdan keyin u kulch sizda turadi. Nega? Chunki har bitta biznesda nazorat muhim rol o'ynaydi. Ko'plar nazorat qo'yib oladi, dividendni olib o'tiraveradi. Bu xato. Agar bunaqa qilib o'tiradigan bo'lsangiz, siz kechib olishga ham rozi bo'ling. Yoki o'sha biznesni qilayotganga toza foydaga sherik qilasiz birinchi, yokida ustavga kirgizasiz. Ana o'shanda yurishni boshlaydi. U narsani bermadingizmi, o'sha pastga qarab ketadi. Nega? Chunki inson ko'p ishlasa, ko'p pul topishini ko'rsatib berishingiz kerak. U sizga ishonish kerak. U mentor bo'ldingizmi, meni ustoz deb qabul qilish kerak-da. O'sha narsaga o'stirganingizni u his qilish kerak. U narsani his qildirmasdan faqat fiksiyaga qo'yib turib, chiqarib, mana ishlasam, qarang, savol beradi. Men qattiq ishlasam ham shu pulni olaman, kam ishlasam ham shu pulni olaman. U xato. Raz u biznesga kimnidir qo'yyapsizmi, u toza foydaga kamida KPI olish kerak. Siz nima qilasiz? Xuddi shunaqa qilaman. Hozir o'zim anaqamni gapirib berdim. Har bitta biznesda tepasida qo'yilayotgan odamlar KPI da o'tiradi. Ustozlik qilasiz va KPI berasiz. Shunaqa. Nechta shunda ish boshqaruvchingiz bor? CEOlarni olsak? 14 ta. Ulgurasizmi ular bilan gaplashishga? Ha? Qoida borku, men Bir oyda. 7-8 ta reporter. Yo'q. Bu direct report emas, bu faqat oyda bir sizga atchot topshiradigan odam, shunaqa. o'shaning uchun ulgurasiz. Va sohalar ham bir-biriga yaqin bo'lgani uchun balki Yo'q, anaqa. Industriyal hozir ko'p. Industriya farqi. hozir. Hozir 5 yil Lekin oldin. ta'limda endi 5-6 tasi bitta. Lekin ularning ham xo'jayini har xil-da. zo'r. Mana bitta zo'r savol, mana hop o'sha temadan uzoqlashmaylik-da. Men Keyin eng tasavvur qiling. qizig'i, ularning tepasida yana bitta odam qo'yganman hozir. Chunki kengayotgandan keyin, moliyani bilmagan odam bilan chiqishim qiyin. Rostdan u tajribamdan o'tdi. Ularning tepasida boshqa odam bor, ya'ni 5 ta proyektga bitta odam qo'yilgan, yana boshqa, ya'ni ularga atchot beradi, keyin ular ikkitasi menga atchot beradi. Hozir aytganingizdek 14-15 ta odam bilan ko'rishish baribir anaqa oladi. Uni tepasiga odam qo'ysangiz bo'ladi. Har kuni bitta odam bilan qilsangiz ham 14 ta odam bo'lyapti. 14 uchrashuv bo'lyapti-da. Shunaqa, Oilangiz u ketib 2 soatli, 100 soatli. Mana shunday raqamlarga qarab turib gapirishni boshlaydi. Zo'r. Umidjon aka, tasavvur qiling, siz hozir men bilan biznes qilishni boshladingiz. Men operatsion direktorman. Biz sherimiz, misol uchun, men operatsiondaga 20% berib qo'ydingiz. Siz har oy kuzatishingiz kerak meni. Sizda imkoniyat faqat 5 dona raqamni ko'ra olasiz oyiga. Qaysi raqamlarni kuzatgan bo'ladingiz meni ishimni? Shunaqa, o'zi budjet qilinadi. Budjet P&L deydi, foyda va zarar отчет hisobot bor. O'sha narsa qilib beriladi. Ya'ni yanvar oyida sizga 1 yillik budjet beriladi. U budjetni siz qilasiz. U budjetni siz qilasiz, men bilan tasdiqlasiz. Men aytaman, shuni qila olaysanmi deyman. Qila olmayman deydi. Masalan, budjet chiqardingiz. Albatta. Uni 12 oyga bir xilda raspodelniy qilinmaydi. Chunki yanvarda aytadi, kamroq savdo bo'ladi, sezonniy mana shunaqa qo'yiladi, o'sha narsa bor. O'sha narsani tasdiqlab olganimdan keyin men pashti qaramayman. Budjetni urayotgan bo'lsa, kelmasa ham bo'ladi-da o'zi asli. Budjetda ham tushum, ham chiqimlar bo'ladi. Ham tushum, ham chiqim, toza foydani ko'rsatib turadi. U ham boshqarayotgan odam ham 1 yilda primerno qancha topishini ko'rib oladi. O'sha narsani kelishib olgandan keyin u nimaga o'xshataman, xuddi bitta kemaga chiqasizda, bitta kemaga chiqib men Amerikaga boryapman deganda, u ham Amerikaga borish kerak-da. O'shani tasdiqlab olish. To'satdan men Angliyaga bormoqchiman deb qolsa, bu uje kema yurmaydi. Amerikaga yuradimi, Angliyaga yuradimi? O'shaning uchun har yili men shu joyini 2 marta eshitishligini xohlardim, tadbirkorlar. Budjet qilmasangiz solishtirma bo'lmaydi-da. Hamma dekabrda keyin yanvar oyida
bir 100 ming pulim bor edi, dekabrda 120 ming bo'libdi. Alloh barakasini bersin deb turib решение qilishadi. Yo'q, uni nimaga taqqoslanadi? U doim taqqoslanishi kerak. Taqqoslanadigan narsa bu byudjet. Sen 26 ga mana bunaqa maqsad qo'ygan eding, nima chiqa olmading degan holat bo'lishi kerak yoki o'tib ketgan bo'lsa, nima o'tib ketding degan holatni yaratish kerak. Mana shu narsani holatni yaratgandan keyin unda уже представление paydo bo'ladi. Men qayerga qarab yuraman? Yanvarda nima qilishim kerak, fevralda nima qilishim kerak? Keyin jamoani ham hamma o'sha kemaga chiqqan odamlarga aytadi, "O'y, biz Nyu-Yorkka ketayotgan ekanmiz" deydi. Sen Nyu-Yorkka ketayotgan kompasga qara, sen anaqani hayda, motorni haydaydiganga motorga, benzin qo'yadiganga benzinga, bu yoqqa ketyapmiz deb turib xod qiladi. To'g'ri, u yerda har xil shamollar bo'ladi, bo'ronlar bo'ladi. O'sha bo'ronlarni strategiya hal qiladi. Ya'ni borib turib, bo'ron kelyapti, ertaga mana bunaqa narsa bo'lyapti yoki byudjet chiqmagan bo'lsa, nima chiqmadi? Ichi o'rganiladi. Yo, u ishlamagandan bo'ladi yoki marketing noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi, strategiya sal o'zgartirish kerak bo'ladi. O'shanda o'zgartirib boriladi. Aka, mana bo'ldi. Siz byudjetni qarayapsiz. Bitta qilar ekansiz. Foiz zarari qarayapsiz-da. Lekin odatda byudjet bo'yicha bo'lmaydi. Ya'ni prognozi doim kattaroq bo'ladi. Bo'ldi, men aytaylik, siz yana mentorsiz, strategsizda. Foyda kamroq chiqyapti. Siz endi sababini topishingiz kerak. Yana qaysi raqamlarga qaraysiz? O'zi 5 ta ko'rsatkichim bor, hali aytganingizdek, esimda. Birinchisi ro'y. Ro'y bu tikkan puliga nisbatan qaytayotgan pul. Qancha pul olyapman? Nega bu kerak? Chunki menda ABCD alternativ bor. Menga выгодно shu biznesda 9-10% ga o'tirish yoki shuni prosta arendaga berib olib, mashina chiqarib olib, uxlab o'tirsam o'sha pul kelib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun solishtirma bo'ladi. Buni meni operasionniy direktorim biladi. To'xta deyman-da o'sha. Bu narsadan men siz doim bilas qattiq kishi. Shunaqa, birinchisi ro'y. Keyin IRR degan formula bor. Bu ichki foiz, ya'ni korxonani ichki foizi boshlanadi. Internal rate of return deydi. Ichki qaytish foizi. Nega uni ko'rasan desa, u har doim boshqa ko'rsatkichlarga solishtiriladi. Shu biznesda boshqalar nima qilyapti deyman. Shu biznesda ularni IRR necha chiqyapti deyiladi. Demak, u raqobatga nisbatan kam chiqayotgan bo'lsa, nimani xato qilyapmiz? Aylanmada muammomi? Pulda muammomi? Xarajatlardanmi? Yo, inventarda o'tiribdimi mollarimiz, qayerda, debitorkadami, kreditorkadami? Keyin keyingi ko'rsatkichlar boshlanadi. Keyingi ko'rsatkich bu asosan debitorka, ya'ni bizani pul qayerda ushlanib turibdi, qancha yotibdi? Qancha yotibdi? Yo'kida bizni kimdan qarzmiz? Kreditorka. Kreditorka. Bularni formulalari bor. O'sha tushumga o'rtacha qarzdorlikka bo'lib 365 kunga bo'lsangiz, u qancha aylanayotganini ko'rsatib beradi. Demak, bu aylanma kam bo'lyapti bu biznesga nisbatan degan statistikalar, o'sha raqamlar gapirishni boshlaydi. Bu chista xalqaro moliya-da, SEC Shunaqa, no, bu hamma biznesda bo'ladigan bo'lishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlar. Nega qo'llashmayapti? O'zi 127 ta formula bor. Lekin 127 tadan eng katta qaraydiganim o'sha ro'yimmi, keyin IRR'immi? Siz uchun nechadan baland bo'lish kerak? Ro'y nechadan baland bo'lish kerak siz uchun? Siz O'zbekistonda hozir O'zbekistonga gadovoy endi industriyaga qarab o'zgaradi. 30% dan kamiga qaramayman men. Gadovoy 30% dan kamiga qaramayman. Bu biznesmen emas. $200 olishimiz kerak. Bu boshqa bundan kami, to есть men biznesmen deb ko'p qaramayman. Minimum shunaqa, chunki boshqa ko'rsatkichlarda o'tirib pul topsa bo'ladi o'sha 30%. O'zi o'sha o'tirib topadigan недвижка mashinalar qancha tashyapti? Mashinalar недвижимость 10% tashlaydi, chunki u yerda risk kamda, risk kam bo'lganligi uchun uni ya'ni binolarni appreciationi bor, ya'niki o'zi pul olmaysiz, lekin sotganingizda qimmatga sotib qo'yasiz-da. O'shaning uchun 10% ga ko'plar ko'nadi. Nimaga ko'nadi desa, haliga aytilayotgan riskdan qo'rqqanligi uchun u narsani tirik qolish strategiyasini birinchi qo'yadi. O'zbekistonning qonida bor bu. Pul topsa mashina oladi, keyin uy oladi. Bu normalniy holat. 10% ko'proq emasmi? Agar misol uchun men u binoni ishlatsam-chi, agar arendaga bersam. O'sha arendadan keladigan pulni aytyapman 10%. Arenda 10, yana o'zi qimmatlashishi yana 10-15% emasmi? Oshadi. U oshadi. U sotilganda realizatsiya bo'ladi-da. Sotmaguncha aktiv o'zi qimmatlashi. Agar u biznesda bo'lsangiz, agar siz uy olib uy sotadigan biznesda bo'lsangiz, uni hisoblaysiz. Lekin tirik qolish strategiyada u passivga tikilayotgan bo'lsa, uni hisoblash xato. To есть fair market valuesi sotilgandagina, ya'ni bozor narxi sotilgandagina realizatsiya qilinadi. To есть u foydani faqat sotgandagina ola olasiz. Bu narsani biznesda amaliyotda qo'llash xato. Agarda
o'sha bino oldi sottisi bilan shug'ullanmasangiz. Agar oldi sotti bilan qo'ysangiz, sizni qo'llashingiz mumkin. Masalan, uy quruvchilar uni hisoblaydi. Lekin uy qurmasdan turib siz passivga imkoniyatni yaratayotgan bo'lsangiz, uni hisoblashingiz xato. Faqat hisoblaganingiz arendadan keladigan. Arendadan keladigan qismi o'sha hozircha lokatsiyasiga qarab 10% boshqa o'ynaydi. O'rtacha 10%. 10 yillikda. O'zingiz ham shu instrumentdan foydalanasizmi? Pulni diversifikatsiya qilish uchun kapitalizm bir qismini недвижимость biznesga yo'naltirasizmi? Ha, men o'zim piramida shakli bor. Doska bo'lganda ko'rsatib berardim. Hozir qo'limda ko'rsatib beraman, hech qisi yo'q. Mana bunaqa piramida bo'ladi. Xuddi shunaqa yonida bunaqasiga bo'ladi. Teskarisiga bo'ladi. Bu nima degani desa, mana piramidada men yoshim bo'lsa, agar biznesmenlar yosh bo'lsa, aktivniy biznesga qaratishi muhim. Yoshi kattalashib borgan sari passivniy doxodi kattalashib borish kerak. Mana bu piramidaga o'tish kerak. Ya'ni siz 50-60%, 50-60 yoshga to'layotgan paytingizda sizni passivningiz ko'payishi kerak. Siz yoshmisiz, sizni aktivningiz ko'payishi kerak. Biznesga tikish kerak. Biznesga tikish kerak. Biznesga tikib yoshingiz o'tib, vaqtdan foydalanayotganda, soliqqa, keyin o'sha risklarni analizida, boshqa narsaga kelayotganda sizni piramidangiz bundoq aylanib bunaqasiga aylanishi kerak, o'tish kerak. Demak, yoshingiz bir 60-70 ga chiqqan paytingizda sizni aktivningizdan passivningiz ko'p bo'lishi kerak. Zo'r. Men o'zimga qo'ygan strategiya, balkim boshqalar boshqacha qo'yadi. Qaysi etapdasiz hozir? Startaplar tikyapsiz, lekin yoshingiz ancha yosh emas-ku. Ha, hozir 40 dan oshdim. Qanaqa strategiyadan desa, men ikkita pozitsiyani ushlayman har doim. Ikkita pozitsiyani ushlayman, lekin hali aktivniydaman. Ya'ni hozir aktivniy anaqaga направление quraman. Hali meni vaqtim kelmadi deb o'ylayman. Lekin bu degani passivniy yo'qmi desa, yo'q, unaqa emas. Passivniy ham bor. No, aktivniy biznesda ko'proq harakatimni qilaman. Zo'r. Asosiy qismi aktivniyda turibdi. Da. Zo'r. Aka, menda qanaqa masala? Menda pul kelayotganda men o'zim biznesimda tikadigan joylarim bor, lekin qilayotgan summani qayerga tikishni bilmayotganligim uchun men passivniga o'taman. Недвижкаga o'taman-da. Mana shuni to'g'ri qilyapmanmi yoki hozirgi yoshimga 26 yoshman, bu hozir noto'g'rimi? Hozir 26 yoshingizda ikkita passivniga zama, ya'ni ikkita dom olib qo'yishingizga Как раз ikkita dom oldim. Mayli, muammo yo'q. Nimaga? Chunki hali aytganimdek, insonni baxti ikkita bazada quriladi. Masalan, baxtli bo'lish degan holat bo'ladi. Hamma inson nimaga harakat qiladi desa, baxtli bo'lishga harakat qiladi. Baxtli bo'lishni ikkita eng katta fundamentli qoidasi bor. Bu tirik qolish bilan o'sish. O'sish hamma narsa, passivingiz ham, aktiv biznesingiz ham, bilmingiz ham, hammasi o'sha shaklda o'sish qismida o'tiradi. Lekin insoniyat bo'lsin, hayvonot olami bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar u tirik qolishi muhim. Hattoki siz 26 yosh bo'lsangiz ham ertaga yashaysizmi degan savolni bersangiz, sizda javob yo'q. O'shaning uchun nimaga harakat qiladi desa, tirik qolishdagi покрывание deydi, ya'ni o'sha narsani qamrab olish. Masalan, ikkita недвижкani taxminan $500 yoki $1000 bersangiz, 1,5-2 $1000 bo'ladimi? Agar vdrug ketib qolsangiz, yashasa bo'ladi. Oilangizni выживание qila oladi degan qo'rquv bilan yashaydi. Atak u ham o'zi qo'lingizda emas. O'zi asli. Lekin o'sha qo'rquvni birinchi покрывать qilish, birinchi qo'llash kerak. Bu ya'ni ham oshiradi. ikkita недвижимостьni olib qo'yib turib xod qilishingiz bu normalniy holat. Hamma tadbirkorga okey deyman. 3-chi, 4-chi, 5-chisini olish. Yo'q, u noto'g'ri yoshingizga nisbatan. Men o'zim qarorim, lekin o'zingiz qaror qilishingiz mumkin. Lekin meni qarorimda u noto'g'ri deb bilaman. Ikkita faqat tirik qolish strategiyasini qo'llash kerak edi. Qolganini biznes qurish kerak. Nega? Chunki biznesda imkoniyat katta. Ya'ni siz o'sha 10 yilda qaytarmaysiz-da, 4 yilda, 3 yilda, 5 yilda bemalol chiqarsangiz bo'ladi. O'shaning uchun yoshingizga nisbatan yo'q deyapman. Masalan, 50 yosh bo'lganingizda da passivga ururing derdim. Haliga aytgan piramidam. To есть piramidani siz 26 yoshda mamyodasiz deb pastida. Chunki endi boshlab kelyapsiz. Aktivningiz ko'p bo'lish kerak. Passivningiz faqat tirik qolishga ishlash kerak. Keyin 50 yoshga ketayotgan paytingizda уже sekin passivni ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni qarichol bo'lib Уже biznes qilolmayman-da u payt. Navaralarga nima edi? Haytda xo'roz kontorniga $100 bersa ham yaxshi-da. Foydaliroq. Lekin u nimadan keladi desa, qaragan paytda, yoshlik paytingizda sizni vaqtingiz, energiyangiz ko'p bo'ladi-da. Qaragan paytda ikkalovi ham kam bo'ladi. Vaqt ko'p.
endi vaqt ko'p deb o'ylaysiz, o'zi asli unaqa bo'lmaydi. Yo'q, vaqtga nisbatan Vaqtim ko'p bo'ladi o'sha to'g'ri, payt. to'g'ri. Bo'sh bo'laman. Lekin yoshligingizda ham o'zi vaqt ko'p bo'ladi, tepada ham. Vaqt endi o'zgarmaydigan anaqa abstrakt narsa 24 soat hammada bo'ladi. Lekin u yerda sog'liq bilan energiya katta rol o'ynaydi. Konkretni ketadi. Konkretni ketadi. U siz 24 yoshli bolani ishini qila olmaysiz baribir. Demak, bu degani siz katta yosh bo'layotgan paytingizda sizni passivligingiz o'sishiga zami. Lekin 26 yoshda emas. 26 yoshda tirik qolish strategiyasiga zami. Lekin undan uyog'iga haligi vaqtni beradigan narsa o'sish dedimi? O'sishga urg'u berish kerak. Endi bu mani hamma o'zi qarori bor, o'zini xarakteri bor, o'zini risk urvini bor, darajasi bor. Bu tag'in bizani ko'rayotganlar noto'g'ri tushunmasin, lekin bu mani strategiyam. Qaysiki ko'plar shuni qabul qiladi. 1-2 yil oldin biz bitta buxgalter bilan ishlardik va o'sha buxgalter soliq inspeksiyasiga noto'g'ri hisobotlarni berganligi uchun biz jarimaga tortilganmiz. Undan tashqari bizda ko'p buxgalter almashib turardi va yangi buxgalter bilan ishlash, unga ishni o'rgatish bizga katta muammo tug'dirar edi. Keyin bitta narsani tushundik. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun biz outsource buxgalterskiy firmalar bilan ishlashni boshladik. Oxirgi 1 yildan beri biz Fintax kompaniyasida ishlab kelyapmiz va 1 yil ichida hech qanaqa muammolar bo'lmadi va aytangi biz o'zimiz soliqlarimizni optimizatsiya qilish yo'llarini ham o'rgandik. Bu reklama emas, bu ko'proq tavsiya, sababi men bu kompaniyani ikkita asoschisini Oliyorik va Berun akani yaxshi taniganligim uchun sizlarga ham bu kompaniyada ishlashni tavsiya qilib ketaman. Va buning uchun asosiy 3 ta sabab. Birinchi sabab bu ularning tajribasi. Hozirgi paytning o'zida ular 100 dan ortiq kompaniyada ishlab kelishyapti va sizni korxonangiz uchun ham aniq to'g'ri yechimlarni ular bilishadi. Ikkinchisi bu ularning asoschilarining o'zi. Ya'ni qanchalik ular o'z operatsiyonkada bo'lishi. Agar qanaqadir muammo sizlarda bo'lsa, bemalol ularni o'zingiz aloqaga chiqa olasiz va ular doim yechim qilib berishga harakat qilishadi. Uchinchi sabab esa bu moslashuvchanlik. Ya'ni ular doim yangi chiqayotgan qonunlarni va yangi imtiyozlarni kuzatib borishadi. Shuning uchun ham siz bexabar qolmaysiz. Agarda siz soliqlaringizni optimizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, aynan Fintax bilan ishlasangiz, mana shu masalada ular sizga yordam berishadi. Agar siz o'zingizni buxgalteriyangizni audit qilmoqchi bo'lsangiz va Fintax kompaniyasining suhbatiga yozilmoqchi bo'lsangiz, pastda bizda telefon raqamlarni qoldiramiz va Telegramni ham qoldiramiz. Yozib, mana Berun akani o'zlarini Telegrami bo'ladi. Bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Hisob oling. Mijon aka baxt haqida gapirdingiz, hamma intiladi dedingiz. Pul ko'payishi qachon halovatni olib qo'yadi-yu, naborot qachon ishonch, uверенность, haqiqatdan halovatni beradi. Qanaqa vaziyatlarda? Qaysi summa cho'tki mana shu yerda qolsam bo'lmasmi deb o'ylagandirsiz balkim. Yo'q, o'zi pul baxt olib keltiradimi deb savol berishadi ijtimoiy tarmoqda. Bunga o'zi to'g'ri javob bor. To'g'ri javob qanaqa desa, moliyaviy mustaqillikka erishish nuqtasigacha u vazifasini bajaradi. Undan keyin yuk. Ya'ni muvaffaqiyatni yuki ham bor-da. Har doim tangani misol keltiraman. Siz muvaffaqiyatni ko'taryapsizmi, uni tangani tagida xuddi shunaqa og'irlikda uni yukini ham ko'tarasiz. Mas'uliyatda hamma narsasini. U qachon sodir bo'ladi desa, siz topayotgan plyusdan ortiqcha bo'lish imkoniyati yaralgan holatda o'zi sezib qolasiz. To'xta, men qayerga qarab ketyapman degan savollar keladi. Lekin ungacha pul o'zini vazifasini bajaradi. Undan keyin yuk vazifasiga o'tadi. Chunki uni ko'targaningiz sari u parallelni yuki bilan ko'tarasiz. Xuddi rohatni xohlaydi-ku, baxtni tepasida uni tagida xuddi shunaqa azobi ham bor-da. Siz tangani ko'tardingizmi, tangani bir tarafini ko'tarmaysiz, ikkinchi tarafi ham bor. O'shaning uchun har doim aytiladi, pul faqat moliyaviy mustaqillikka erishish nuqtasigacha uni vazifasi bor. Undan tepasida yuki bor. Eng to'g'ri javob men shu deb bilaman o'zimga nisbatan. Hozir gap bor edi. Aylanmalardagi raqamlar bu ko'zbo'yamachilik. Foyda bu aql belgisi, cash bu haqiqat deydi. Shunaqa cash is king. Bu cash is king, ya'ni Cash bu qirol, naqd cash bu qirol. Ya'ni shoh deydi-ku. Naqd pul, naqd asal. Shu o'zi to'g'ri tushadi. Chunki ko'plar narx beryapti-da, narx berayotgan paytda men hozir mana taqdimot degan anaqada ko'rsatuvlar ochamiz yana. Startaplar boshlanyapti. Qo'pol qilib aytganda, bir tepsa 5000 tushmaydi deydi, lekin gapirayotgan raqam 6-7 ta raqamda. Menimcha ko'raman, mana shu fikringizni so'ramoqchi edim. Haqiqatdan uzoq raqamlar-da.
Обороти misol uchun yiliga tam 50 mingdan chiqmayapti. Kompaniya kapitalizatsiya valuation baholash otsenkasi 500 ming, 600 ming milliondan kelishyapti. Milliondan kelishadi. Balkida o'sha virusni tarqatishga, jamiyatni o'rgatishga yaxshidir, lekin yoshlarimizni bu raqamga olib chiqib qo'yib, umrini sarflab, u raqamni ko'ra olmagandan keyin yana qaytib kelishi bor-da boshqa joyga. Mana shu narsadan qo'rqaman. Bu zo'r valuation, bahoyingiz 500 ming, lekin ichki muomalasi siz bahoyingiz demak 500 ming emas, baribir. Shunaqa. Yo'q pulga baholashyapti-da. Ya'ni wealth bor, ya'ni boylik bor. Sizni baholada o'ynaydi. Hozir Amerikada mani anaqam milliard dollarlik kompaniya deb aytiladi. Lekin pul oqimi bor. Pul oqimi uni 10 yilligiga nisbatan uriladi. Chunki discount cash flow deydi. Kelajakdagi 10 yilligini hozirgi NPV'si, net present value'si baholanib turib hisoblanadi-da. Uni hisoblash mumkinmi? Hisoblash mumkin. Lekin har doim naqdni katta narsani gapiradi. Masalan, 200 ming dollar sotaman deb turgan odamning oldiga 150 ming dollar naqdini qo'yib qo'ysangiz bor-ku. Shuna pulga qaraydi-ku. Yes deydi. Yes deydi. Cash is king, shit Cash is king, o'sha yerda ishlaydi. Nega? Chunki u 200 ming ko'rmagan odam 150 mingni agar xohlasang olmani, bo'lmasa olib ketaman degan strategiyada uje pirchalab qoladi ko'p odam. Umidjon aka, balki boshqa tarafi ham bordir. Mana O'zbekiston bozoriga ko'p venturlar kirib kelyapti. Shunaqa 750 ming, 500 ming, million baholarda moliyalashtirishyapti-da loyihalarni. Juda oson berishyapti pullarni venture fondlar. Shuni evaziga O'zbekiston startup bozorida 2025-yil boomga o'xshagan narsa bo'ldi-da. LinkedIn ham startapchilarga to'lib ketdi. Balki shu venture fondlarni aktiv yilda oxirida deyarli pullarini ishlatib tugatisha olmadi. Venture fondlar O'zbekiston uchun atalgan pullarni tugata olishmadi va Qozog'istonga berishga majbur bo'lishdi. O'zbekistonga atalgan pulni. Balki shu narsa sabab yoshlar oson pul borligi uchun shunaqa narxlarni aytib o'rayotgandir. Yo'q, men masalan Qozog'istonni ko'radigan bo'lsa, Qozog'istonda shu pulni tikilib o'zini effektini, ya'ni qaytarish anaqa effektini bermay qoldi. То есть o'sha venture mindset degan kitobni o'qisangiz, xuddi beyzbolda o'yinga o'xshaydi-da, startaplar shunaqa strategiyada. Masalan, hozir Qozog'istonda 30 ta otganingizda bitta tepib qolyapti-da. Vaholanki 10 ta otganingizda ana urgan paytida uchib ketadigan strategiya qo'yish kerak. Bizda ham xuddi shu strategiyani yoqish xato. Xuddi Qozog'istonda vaqt davri keladi. Ya'ni startaplarga pulni sochib o'rgan paytingizda 30 tadan bitta chiqsa borku, uje do'ppisini osmonga otadigan anaqa holat bo'ladi. Masalan, venturelarni men ko'tarsam, filtr qilsam, tikib qo'ygan proyektini 30 tadan bittasi keyingi qiymatga o'ta olganda. Bu degani 29 tasi sindi degan. Portfelini ziyonini yopa olmaslik xavfi oshib ketadi. Nimani hisobiga desa, uni darajasi bor. Masalan, presidda baholanayotgan narsa u startapda o'sha narxda baholanishi kerak. Lekin bizda presiddan o'tib turib, uje 7 ta raqamda baholanadigan seed levelga chiqib olishyapti-da. Yo'q, to'xta. Sen MVP qilganmisan? Hali ham presidsan. Sen revenue, ya'ni tushum olib kelmayaptimi, sotuv qilmayapsanmi? Sen presiddasan. Qanaqa bo'lishingdan ideya zo'r bo'lmaydimi? Sen presiddasan. O'zbekiston 38 millionlik bozordasan. Amerikada strategiyani qo'lla olmaysan. Bu bo'tga assemble qilish kerak. Ya'ni bo'tga moslashish kerak. 36 million qattayu 350 million aholi qatta. 36 millionli aholiga urg'u beryapsanmi? Sani scaling o'zi davlat ko'rilyapti. Даже regionalni ham emas. Regionalni ko'rilayotganda seed levelni o'ylash kerak-da. Hozir to'g'ri, ya'ni startaplarga 20 ming, 30 ming mayda bilan tarqatishyapti. Maqsad nima desa, shunaqa fikrlashga olib kelish. Bu kerakmi desa, kerakdir. Ya'ni boshlang'ich darajada kerakdir. Lekin yutqizishga ham tayyor bo'l. Asosan masalan venturelarni oladigan bo'lsangiz, hozir davlat venturelari bu narsaga o'rgatilyapti-da. Lekin xususiy venturelarni olsangiz, yo'q, ular o'sha haligi presidda, seed levelda, A seriyada, B seriyada ko'rilyapti. Lekin ular uje chiqqanlar, MVP'lar qilib, uje sotuvlar qilib, break evendan chiqib olganlar. Ana ular baholansa bo'ladi. Seed levelda yoki A levelda. Lekin unaqa bo'lyaptimi desa, yo'q, hozir presidda seed levelda baholashyapti, bu xato. Zo'r savol. Bosqichlar bor. Bizani ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan yoshlarimizga aynan shuni odamlar tushunish uchun kommentariyaga yozib qo'ysanglar, bizga like bosib. Hozir men bu narsaga kirsam, men tushuntirib berishim kerak. GPTga ham yozsa zo'r tushuntiradi. Lekin eng zo'ri kommentariyadan yoshlarimizdan kutamiz. Presid qaysi darajada, seedlar qaysi, A seriya, B seriyalarni yozib qo'yishadi. Aka, mana
bu mana shu hype sal kech qolmadingmi startaplar bilan? Ko'p уже startaplar chiqib bo'lgan. AQShda ham уже qanaqadir уже level bor. Ya'ni u qanaqadir summadan keyin startap qaralyapti. Kichkina summa bilan odamlarga rostdan kerakli bo'lgan qanaqadir mahsulot yaratadigan davrdan o'tib ketmadingmi? Kech qolmadingmi bunga? Yo'q, bu shunaqa narsaki, har bitta startap qaysidir darajaga kelgandan keyin boshqa startap qaysidir competitive advantage deydi, qaysidir tezligi bilan, qaysidir o'zgarishi bilan undan o'tib ketish imkoniyati bor. Ayniqsa startaplarda. Bu narsani yarata olgan inson keyingisidan o'tib ketira oladi. Startapni, ayni IT sohasidagi startaplar hozir mana sun'iy intellekt qo'shdi. O'zi startap bormidi, shu biznesda bor edi, ishlayotgandi, zo'r ishladi, qaysidir darajaga yetdi. Sun'iy intellektni ulab, filni ustidan pashsha tezligida, o'sha tezligida uni ustidan o'tib ketish imkoniyati bor. Hozir bo'lsa ham. O'shaning uchun qachon kirishi, qanaqa kirishi ikkita narsaga bog'liq. Do it better deydi, do it faster deydi. Ya'ni yaxshiroqqa, tezroqqa. Yaxshiroq va tezroq qila olgan har qanday startap boshqa boshlagan startapdan o'tib ketish imkoniyati bor. Nega? Chunki u tez yuradi. Masalan, oddiy Facebookga ham olsangiz, ana High Five bo'lardi, agar eslay olsanglar, platforma bo'lardi. High Five'da million odamlar bo'lardi, lekin Facebook nima qildi? Do it better, do it faster qildi. Ya'ni tezroqqa, yaxshiroqqa degan strategiyada uni bankrotga uchrashi yo'q bordi. Sun'iy intellekt hozir ikkinchi nafas ochib berdimi demak startaplarga? Ne только startaplarga keyingi etapni ochib berdi, sun'iy intellekt industriyani keyingisini boshlab berdi. Ya'niki agar tarixdan oladigan bo'lsangiz, o'sha to Neandertaldan to bosib o'sgan oxirgi 100 yilni oladigan bo'lsa, industrialniy chiqdi. Hamma ishlab chiqarish, industriyaga kirish, pромышленный o'sha narsalar keyingi etapda o'sha kompyuter texnologический ketdi, keyin internet keldi, mana hozir sun'iy intellekt keldi. Eng zo'r tarafi, sun'iy intellektda eng zo'r tarafi bu уже menimcha qo'rqmasdan aytsa bo'ladi. Masalan, internetga boshlanganda taxminan 20 yil ketgan bo'lsa, 20 yil sarflangan bo'lsa, o'sha 96dan 20 yil hisoblaydigan bo'lsa, 2016 ga, 2017-18da keyin hozir mana ChatGPT 2022 chiqqan bo'lsa, o'sha sun'iy intellekt chiqqandagi davr qolgan 22 yilni 5 baravarga, 4 baravarga qisqartirdi. Keyingi 5 yilda sun'iy intellektga asoslangan millionerlar ko'proq chiqadi internetga nisbatan. Bunga qo'rqmasdan ishonsa bo'ladi. Bu hali bozor Goluboy okean. Bu bo'sh demoqchi. Sun'iy intellekt. Hali tushunarsiz imkoniyatlar. Butun dunyoda imkoniyatlar juda hammada tenglashtiryapti. Men o'zim o'sha kursivga kirib 28 kredit davr o'qidim. Har bitta sun'iy intellekt qanaqa ishlashi bo'yicha. Faqat tajribamni rivojlantirish va u yerda qilish uchun. Chunki shu joyiga ijtimoiy tarmoqda ko'rayotganlarga aytib o'taman. Bir joyga borib o'qib keldim. U bitta zo'r gap gapirdi-da. Klassik biznes bo'ladi dunyoda. Qaysiki o'tda 1 trillion aylanadi. Mana endi raqamni просто так aytayapman. Virtualniy biznes bo'ladi, o'tda 100 trillion aylanadi. Menga bergan savoli, sen qayerda bo'lmoqchisan? 1 trillionning ichidami yo 100 trillionning ichidami degan. То есть keyingi pozitsiyada virtualniy, ya'ni virtualniy, hamma hozir virtualniy. O'zi odamni taxminan 4 soatdan 8 soati уже virtualniyda. Internetda, Telegramda o'tirasizmi, ijtimoiy tarmoqda o'tirasizmi, bu virtualniy biznes. Demak, sizni biznesingiz virtualniy biznes ichida bo'lishni boshlasa, siz 100 trillionning ichida bo'lasiz. Agar 1 trillionnikka qanaqa desa, u klassik biznes. Klassik biznesda nima ish qilgan bo'lsangiz, demak siz o'sha 1 trillionning ichida bo'lasiz. 1 trillionning ichidagi biznes 1 trillion bilan o'lchanyaptimi? Demak, siz shuni ichidasiz. 100 trillionning ichida o'sha объемda, o'sha bazada ishlaydi. O'shaning uchun siz qaysi tarafda bo'lmoqchisiz degan savol ham odamlarni o'sha o'ylantirish kerak. Hattoki klassik biznes qilayotgan insonlarni ham. Nega? Chunki kimdir o'sha klassik biznesda virtualga o'tkazadi-da, klassik biznesni virtualga aylantirib o'tib ketadi. Qiziqarli. Ya'ni odamlar tushunishligi uchun siz angel investorsiz. Ya'ni startaplarga yoki bizneslarga boshlang'ich etapida pul tikasiz, qanaqadir foizini sotib olasiz va o'sha investitsiyalaringizni ko'paytirish maqsadida. Angel investor u o'sha shaxsan o'zining mulkini, o'sha pulini biznesga tikadiganlar. Hozir taqdimot ko'rsatuvi bo'lyapti Zo'r TVda va u yerda siz Jahongir Ortiqxo'jayev, ularning komandalari va boshqa odamlar shu taqdimotlarni ko'rishyapti, qaror qabul qilishyapti tikishga tikmaslikka. Siz aytyapsiz hozir ko'p bizneslar, o'sha startaplar qattandir havodan katta summalarni olib kelyapti. Ular nimaga asoslanib o'zi bu raqamlarni o'ylab topishyapti? Startapda men ko'rayotganlarga juda tavsiya qilaman o'sha venture mindsetda o'qishni. O'zbekchasi Venture bu termin ham shundan bo'laveradi. Venture fikrlash. Yo'q, fikrlash deydi. Mindset Zdan kelardi.
uni tarjima qilishdi qisqasi. Venture Mindset tarjimasini o'zbekchasini link tashlab qo'yasalar, o'zbekcha yoshlar agentligi tarjimasini chiqardi. O'zbek tilida ham bor. Bu yerda startaplarda investitsiya qilinayotganda ahamiyat bergan bo'lsanglar 10% berishadi, 5% berishadi. Nega? Chunki startapning egasi katta davlatda keyingi hali pre-seed, seed level darajalarni aytdim-ku, o'sha darajaga chiqqanda uni baholash qiymati o'sishi kerakda, u o'sgan paytida keyingi investorni jalb qilish kerak. O'shanda birinchi kirgan investorni riski kattaroq baholanishi kerak. Chunki u boshida ishonib kirgan bo'ladi. Keyingi darajada sotdimi o'sha seed levelda, keyin A level boshlanadi, unda yana sotadi. U darajaga qachon chiqadi desa, orqasiga nollar qo'shilganda chiqadi. Aha. Masalan, pre-seedda $100,000 bo'lsa, seed levelda million baholanadi, A seriyada 10 million baholanadi, B seriyada 100 million baholanadi. Bu O'zbekistonga nisbatan, Amerikaga milliardda baholanadi. O'shunaqa darajada baholangan paytda keyingi investorlar o'sha darajada kirish kerak. Nega? Chunki u o'sganini isbotlaydi. Ya'ni traction deydi. Boshlangan bo'ldi. Masalan, $5,000 aylantirdim, keyingi urovingda 50,000 ga chiqdim. Endi meni strategiyam 1 millionga chiqish degan strategiyalar qo'yiladi va u strategiyada korxonani egasini imkoniyati bo'lishi kerak. Ya'ni azginadan keyingi darajada qimmatroq sotish imkoniyatini yaratish kerak. Chunki u startapga katta vложение kerak. Keyingi yana katta pul so'rash kerak. Yana keyingisida yana katta. Nega? Uni chunki IT yo'nalishdagi kirayotgan xodimlari yoki jamoasi yoki marketing xarajatlarini keyingi investorlar keyingi darajaga chiqayotganda to'ldirish kerak. Nega? Chunki O'zbekistonda chiqqan bitta startap u regionalniy chiqishni xohlaydi. Aytadiki, men Qozog'da ochaman, anaqa Qirg'izda ochaman yoki O'rta Osiyoda ochaman yoki meni deydi, o'sha Middle East arab davlatlarida ochaman deydi. Unga yana pul kerak. U o'sha keyingi darajaga chiqqanini tasdiqlaydi. Chunki o'sha O'zbekiston bozorini qoplab oldi, keyingi imkoniyatni oshirish kerak. Keyingi imkoniyatda yana boshqacha baholanadi va baholangan paytda o'tdan kirishni boshlaydi investorlar. Agar uni klassik biznesmen hoji aka deymiz-ku, ular olib qo'ysa hoji aka nima deydi? Menga 50% ber, men tikyapman-ku deydi. 50% yeb bo'lgandan keyin 51 maylinde. Chunki u klassikdan uni noto'g'ri deb bo'lmaydi, lekin venturni startaplarda shunaqa o'ylash juda muhim. Ya'ni katta narsani bitta investor yeb qo'ysa xato. Keyingi investor kirmaydi, venture fondlar kirmaydi. Deydi, o'sha yeb bo'lgan ekan deydi. Men bir ikkita startaplarni bilaman. 30 million, 40 million darajaga chiqqan, uni o'sha boshqalarga tarqatib olgani uchun o'tga hech kim kirgisi kelmaydi. Nega? Chunki uniki oshmay qoladi-da. Ya'ni bitta narsani tushunishinglar kerak. Klassik biznesda hozir 10% gadovoy topsa tikkan puliga, unga rozi. Lekin startap biznesida o'tda x'lar rol o'ynaydi. 2x, 3x, 4x. O'shaning uchun 100 trillion hozir ko'rsatkich berdim-ku, o'sha yerda pul aylanishni boshlaydi. O'shaning uchun kirayotgan investor katta bilan kirishi o'zi xato. Katta do'ylarni olishi o'zi xato. Kattani olib qo'ygandan keyin keyingi investorga sota olmay qoladi. Uni do'lasi qolmaydi. Do'lasi qolmagandan keyin o'tga kira olmaydi, exit qila olmaydi. O'shaning uchun kam foizga keyingi etapda sotilishi imkoniyati bor. Chunki men pre-seedga kirgan bo'lsam, ya'ni boshlang'ich etapida mana $10,000 bilan kirgan bo'lsam, keyingi urovingga chiqib qolsa, yo men kutaman, yana keyingi urovingga o'tishini yoki sotib yuboraman. Yaxshi taklif bo'lsa. Men 10% ga kirdimmi? Tikkan pulimni yaqinda bitta holat bo'ldi. Angel investor bo'lib kirganman, 10% ga kirgan, 5% ni sotib yubordim. Tikkan pulimga. Uni olib turib keyingisiga kirgizib yubordim. Ya'ni bu normalniy holat. Buni tushunish uchun haligi kitobni o'qish kerak. Bu birinchi exitingizmidi? Exitlar bor. Bu angel investor sifatida. Yo'q, har bitta ko'p bizneslar o'zi angel investorsiz-ku, adashmasam. Yo'q, aksariyat bizneslar o'zi klassik-daman. Men bu etapga o'tayotganim chunki haligi aytgan 100 trillionli aylanayotgan etapda imkoniyatlar katta. Ya'niki o'tda 3x qilishingiz, 4x qilishingiz, 5x qilish darajalari katta. O'tda men tadbirkorlarga tavsiya qilaman. Har doim hali siz ko'tardingiz. Web Summit degan har xil IT loyihalarni yig'ilib o'sha startaplarni prezentatsiya qiladigan joylarga borib turishligini, hech bo'lmaganda tushunishligi uchun. Nega desa, chunki men bitta tadbirkor bilan, endi otini bilmayman, otini aytmayman to'g'rirog'i. U o'shanaqa sammitga qatnashib, Amerikadagi startapni ko'rib, bu narsa O'zbekistonda yo'q, O'zbekistonda qo'llayman deb turib qo'llagan biznesmenlar bor. Ya'ni copy paste assemble deydi, ya'ni kopiya qilgan, bu yerda O'zbekiston muhitiga tushiradigan startapni bosgan. Uni 6 million, 7 millionga sotganini ham bilaman.
Bu imkoniyatdan nima foydalanmaslik kerak? Ras u narsa chet elda chiqdi va O'zbekistonda ishlashini biladimi? Unga bir 100 ming, 200 ming bilan boshlab olib turib, venturlarni chaqirsa bo'ladi. Oskar Hartman xuddi shu strategiya bilan 11 tami единорог kompaniyaga pul tikkanda. Ha, eng qizig'i 7 tasi bitta sohada. Ha. Biz har xil davlatlarda mashina olib sohada har sotadi. xil davlatlarda pul tikkan. Yaponiyadan boshlanganmidi? Shunaqa. Germaniyadan boshlangan o'sha olib sotadi. Agar bor narsa bo'lsa, ana xuddi velosipedni boshqatdan yaratmagan, agar o'sha velosiped bo'lsa deydi-ku, faqat uni moslagin deydi. Ya'ni o'sha zamoniga, o'sha davlatga, o'sha xarakterga moslasa bo'ladi. Zo'r, mana investor sifatida sizga savolim bor. Loyihani ot desak, chavandoz loyihani egasi. Siz otga pul tikasizmi, chavandozga pul tikasizmi? Ikkaloviga. Birinchi Ikkalovi. produktni qarayman. Produkt qanchalik o'sa oladi. Har doim o'sha startapdagi ideyaga qarayman, ideya deyli yoki produkt deyli. O'shanga qarayman qanchalik o'sa oladi. Keyin o'sadigan odamni kim o'stiradi? Chavandoz kim deyman. To есть birinchi holat otga beraman, keyin chavandozga beraman. Hattoki Amir Temurni ham oti zo'r bo'lgan, ishoninglar. Eng zo'r otni minib, keyin chavandozlarga. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, otni yugurishi, produktni qanchalik tez yugurishi bu juda muhim. Va u qancha tez yugura oladi va qancha uzoqlikka yugura oladi. Masalan, endi otda misol qilganingiz uchun aytyapman. Keyin uni ustida kim o'tiribdi deyman. To есть uni founderi kim? Eng katta startapga qaraydigan ikkita narsa. Birinchisi how scalable, ya'ni ideya qanchalik kattalasha oladi, masshtablasha oladi. Ikkinchisi founderi kim? Egasi kim? Mana shu ikkita ko'rsatkich o'zi startapga birinchi investitsiya qiladigan holatini yaratadi. Egasini qaysi sifatlariga qaraysiz? Backgroundda loyiha bo'lgan bo'lmaganigami yoki qanaqadir shaxsiy skilllarigami? O'zi ikkita narsa. Men birinchi ishonchga qaraladi. Men bunga ishonaman. Yo'qotdimi o'zi? To есть hamma odam birinchi ko'rishgan odamingiz birinchi ishonchdan o'tishi kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Kimni, nimani, ishondingizmi uni gapirayotgan gapiga yoki qanchalik ishonchli. Xohlagan odam bitta menda emas, o'zi hammada ishonchda o'tadi birinchi. Bitta ana first impression deydi, birinchi taassurot. Birinchi taassurot xolismi, xolamismi ishonch beradi. Ikkinchisi tajribani beradi. Zo'r, shu joyida bitta ajoyib savolim bor. Tayyorlab, imenda shuni so'rayman deb kelgan edim. Sizni shu biznes tarixingizdagi daromadlaringizni eng ko'p qismini intuitsiya bilan qilgan qarorlaringiz olib kelganmi yoki hisob-kitobga asoslangan, aql bilan qilingan qarorlar olib kelgan? Bir tahlil qilib ko'rganmisiz? Tahlil qilganman. Bu yerda men bir joyga borib, juda katta pulga neuroscience o'qib kelganman-da. Neuroscience-da u yerda ko'p narsani anaqa tahlil qilib beradi. Ya'ni intuitsiyani roli va logikani roli. Buni parallelni boshqarish kerak. Ya'ni insonda ikkalovi bo'ladi. Lekin nimani bazasiga qaraydi desa, bazada ikkalovi birga qaror qabul qilingan narsani qabul qilish kerak. Agar ikkalovi противоречий qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni o'zi insonda bo'ladi, bilasizmi? Aqlingiz bilan qalbingiz bir-biriga противоречий qiladi. Ko'ngil sal tortmaydi-da, aql hamma zo'r deydi, ko'ngil tortmaydi. Lekin bir narsani aytaman, menda intuitsiya hali aldamagan. Logikada aldangan joylarim bo'lgan. Hattoki 2 kere 2 to'rt degan joyda ham holat bo'ladi. Endi uni ko'plar o'sha taqdirida yoki barakada boshqa narsaga uradi. Lekin logika bazasi birinchi keladi, keyin emotsiya keladi. Lekin ikkalovi rol o'ynaydi. Chunki ikkalovi o'zi tanaga berilgan. Ya'niki har doim intuitsiyani ham hisobga olish kerak, logikani ham. Ikkalovi birlashgan tochkaga keladi. Birlashgan tochkada o'sha xato qilish shansingiz kam bo'ladi. Qachonki bir-biriga противоречий qilgan paytda meni pozitsiyam boshqacha taassurot qoladi. Men intuitsiyaga tayangan holatimda ko'proq imkoniyatga ega bo'lganman, chem logikadan. Lekin logikani ignore qilasanmi, ya'ni ignorirovat qilasanmi desa yo'q. Har doim 2 kere 2 to'g'ri hisoblab olaman, keyin intuitsiya bu narsani tortadi. Lekin ikkalovini parallelni ko'rish kerak, faqat bir galma-galdan. Ikkalovini parallelni ko'rib bo'lmaydi. Hattoki tana ikkalovini logika bilan emotsiyani baravar ko'rmaydi. Birinchi logika keladi, keyin emotsiya keladi. Logika ishlashi uchun aniqlik bo'lish kerak. Hamma yo'q, aniq bo'lish kerak qaror qabul qilish uchun. Lekin tadbirkor eng katta pullarini noaniqlikda topadi. Noaniqlikda hamma o'ylanayotgan joyda qaror qabul qilishga kerak bo'lgan paytda haligi duxni qo'shib qiladi-da o'sha narsani. Demak, siz o'sha joyda yurak orqaga tortsa yoki o'sha ko'ngil deymiz, sezsa qilmaysiz. Yo'q, u materialnost degan formulam bor. Materialnostda men qolganlarga ham tavsiya qilaman buni.
man yo'qotadigan summamni material riskka uraman. Ya'niki bu 5%. Ya'ni insonni bir 100 ming dollar bo'lsa, agar riskovat qiladigan pulim 5 ming bo'lsa, har doim try deydi, tatib ko'r deydigan strategiyani qo'llayman. Chunki tatib ko'radigan limitim 5% dan kam. Xohlagan situatsiyada bu narsani qilaman, hattoki yo'qotishga rozi bo'lsam ham. Kapitalingiz 5% bo'lsa tatib Shu ko'raverasiz. 100%. Zo'r. Uni har doim limiti borda, bir xillada risk anaqasi katta bo'ladi. U katta riskka ham tatib ko'radiganlar bo'ladi. Lekin u tatish sizni orqaga tortish kerak emas. Ya'ni dars ketish kerak emas biznesingizda. Dars ketadigan tochka 40% dan yuqori. 40% holatda agar intuitsiya bilan logikam urmay qolsa, men intuitsiyani tanlayman. Chunki 40% dan katta bo'lib qolsa, yo'qolishi u biznesni dars ketishiga olib keladi. O'shaning uchun limit qo'yib olaman. Limitda ishlasangiz bo'ladi. Chunki to tatib ko'rmaguningizcha bilmaysiz-ku yiqilishingizni. O'shaning uchun tatib ko'rishda raqamlarimda qaysi raqamda gaplashayotganim va insonni sostoyaniyasi qanaqa holatda ko'rish kerak. Tatib ko'rish har doim sizni olg'iga yetaklaydi. Buni Hyundai anaqasini ko'rganman, endi borib qo'yganman. O'zi g'irt qo'y mol boquvchi bo'lgan. Shimoliy Koreyadan Janubiy Koreyaga o'tib qo'ygan bo'lganda, o'zi Shimoliy Koreyalik bo'lgan. Hyundai egasi. Har doim aqllilarni qo'yib olgan paytda o'sha aytadi-yu, aqllilar har doim gapirsa bitta narsa aytar ekanda. "Men qaralaring, aqllaringni keyin ishlatasanlar. Can we just try first?" deganda, ya'ni bir marta qilib ko'ringlar, keyin xohlaymiz dedi. Lekin shu holatda nimaga urg'u bergan, uni eng kuchli tarafi nima desa, sostoyaniyasiga qarab turib, yo'qotayotgan summasiga rozi bo'lish. Ya'ni o'shani tatib ko'rish nech pul derkanda? Menimcha desa tata derkan. Qillaring derkan. Agar u o'zi umuman standart bor, o'zi materialist degan anaqa bor. O'sha 5% dan kam bo'lsa, men tatib ko'raman. Zo'r. Siz Oskar Hartman aytdingiz-ku, o'zi mana shu haqda o'ylayotgandim. Umumijorat yomon Oskar Hartmanga o'xshaylar. Ya'ni O'zbekiston faqat versiyasida. Chunki ko'p nishalarda qilasizku. Men Oskar ko'p kuzataman-da, ya'ni oxirgi konsertini ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, shu yoritishadi-da. Aka, uni men nima kuzataman? U xullas vupusni qiladi-da, nishalarni aytadi. Короче, mana shu nisha zo'r, mana shu nisha zo'r, u nishalar bo'yicha ekspert. Meni nazarimda siz ham shunaqasiz. O'zbekistonda qaysi nishalarda hozir ochlik bor va qaysi nishalarda yaxshi startaplar yetishmayapti deb o'ylaysiz? Bu narsa endi Oskar Hartmanda bitta pozitsiyasi yoqadi menga. Nima pozitsiya desa, sizni qo'lingizda varragingiz bor-da. Varragingizni qayerdadir uchirmoqchisizda, lekin shamolda qayerda bo'layotganligini bilmaysiz. Taqdimotga nima chiqasan o'zi desa, shamolni his qilish uchun chiqaman. Siz ham bilmayman demoqchimisiz hozir? Ya'niki shamol qayerda bo'lsa, o'sha uchayotgan narsani jamiyatda o'zi beradi. Aytadiki, umidaga deydi, soqoqqa chiqing, zo'r shamol bo'lyapti deydi. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganim, boshqa joyda uchiraman desangiz, rosa harakat qilib anaqangiz varragingiz uchmay qolishi mumkin-da. O'shaning uchun bu holatda shamolni sezib yurish biznesmenni zamon bilan hamnafas bo'lib yurishini imkoniyatini yaratadi. O'shaning uchun tadbirkorlar bilan ko'rishsam, soddaroq tushuntirib berasizmi? O'sha mana startaplar chiqdi, ularni trekshonlariga qarab turib o'sha shamolni his qilasizmi shunda? Yo'q, trekshonlarda emas, o'zi nima startap chiqyapti. Qayerda chiqyapti, qaysi industriyada, qaysi sohada. Bu yerda qattiq nima beradi desa, taqdimot beradimi desa, beradi. Chunki odamlarni eshitasiz. Birinchi potok sizga keladi eng yaxshisi. Chunki filtrdan o'tyapti. Bu birinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya nima? Desa, mana Qatarga 30-da 1-dan 4-gacha Web Summit bo'ladi. O'tga borib nima berasiz desa, o'sha shamol qanaqa bo'lyapti? Xalqaro darajada qanaqa bo'lyapti? Shu shamolni O'zbekistonga olib kelsa bo'ladimi? Oddiy misol. Endi startaplarga nisbatan so'raganinglar uchun, demak, startaplar qayerda kengayayotgan bo'lsa, uni shamolini his qilish uchun borish kerak. Uni his qilganingizdan keyin o'sha shamolni O'zbekistonga olib kelsa bo'ladimi? O'tda shamolni olib kelsa, o'sha varrayni yasaydigan odam bormi? Varray produkt deb qarasa, u varrayni yasaydigan odam bor, yasab beradi. Shamolni olib kelasiz, varrayni yasaysiz, bo'ldi, uchirishni boshlaysiz. Varrayingiz uchishni boshlaydi. Keyin nima qilasiz? Baholash bo'ladi. Venturelarni taklif qilasiz va qaysidir qiymatga kelganda exit qilasiz. Ya'ni chiqib sotasiz. Umidjon aka, bu zo'r. Ya'ni o'sha shamolli qidir, qayerda shamol tog'li joyga chiqdiyapsiz. Ya'ni lekin hamma ham sammitlarga bora olmaydi. Endi bizani hozir ko'rayotgan tomoshabin uncha startaplarni yaxshi bilmasligi ham mumkin. Siz o'shda ko'p yurgan inson, qanaqadir
prognozlar bera olasizmi? Qaysi sohalarda yaxshi ochlik bo'ladi? Taxmin. Taxmiy hozir agar O'zbekiston sharoitida bo'lsa, edtech qattiq rivojlanadi, ya'ni ta'limni texnologiyasini IT yo'nalishda qiladiganlarga hali galvoy ekan. Fintech, finansiy texnologiya bo'yicha kiradigan imkoniyatlar juda galvoy ekan. Yechimli kam biznes uchun, Biznes uchun juda kam. Keyin yana qaysi yo'nalish desa, security, ya'ni cyber security yo'nalishda o'zimiz hozir bitta kiberbezopasnost bo'yicha hozir bitta proyekt ustida ishlayapmiz. Nega? Chunki muammo aniq. Hammani kartasidan pul o'g'irlashyapti. U Telegram bo'lsa ochib qo'yishyapti, u qilishyapti, raqamini aytib qo'yishyapti. Bu narsani detection deydi, ya'ni oldindan to'xtatish imkoniyatlarini yarata oladigan platformalar bor. Qaysiki O'zbekistonda qo'llasa bo'ladi va O'zbekistonda hozir danli moment yo'q. Tavsiya qilaman, kimlardadir yaxshi ideya, mana shunaqa holat bo'lsa, Instagramdan yozinglar, ko'rib chiqamiz. Zo'r. Umidjon aka, yana bitta qiziq mavzu bor. Biz asosan tadbirkorlar ko'radi. Tadbirkorlarda doim bitta savol bo'ladi. Qachon finansist olish kerak? Qaysidir aylanma summaga yetgandami yoki qanaqadir muammolar boshlangandami va u finansistga qanaqa KPI qo'yiladi? Qanaqa qilsa u finansist zo'r ishlaydi? Va finansistdan keng savol bo'lib ketdi-yu, nima talab qilish kerak o'zi? O'tgan safar ham mana shu savollarni bergandek. Bormidi? Ha, bitta javob bersam bo'ladimi? O'sha fikr sizga bo'ladimi? Qachon siz yo'qotish summangiz finansist oyligidan kattaroq bo'lsa? Malades. Malades. Yaxshi eshitaman, Siz kerak, siz yaxshi olish kerak. Oxirgi nuqtasi, finansistga qanaqa KPI qo'ysa u zo'r ishlaydi. Finansist hozir o'rtacha bozor narxi O'zbekistonda taxminan $2000. Bu o'rtacha. Bu rostakasiz finansist. Rostakasi finansist qaysiki sizga qiymat qo'sha oladi. Taxminan shunaqa. Demak, siz o'zi $3000 topayotgan bo'lsangiz, $2000 topib turib u narsani olishingiz qancha imkoniyat yaratadi degan savollar bor-da. Haligi bular aytganlaridek, siz topayotgan summangizni siz o'zingiz qilyapsiz yoki kimdandir o'rganyapsizmi, u qiymatni ko'tara oladigan bo'lish kerak biznes. Bu o'rtacha masalan 5000 topsangiz deylik oyiga, demak sizga finansist kerak. Nega? Chunki finansist kelajagini forecast qiladi, ya'ni kelajagini nima bo'ladi o'zbekchasiga? Bashorat taxmin qilib beradi. Taxmin qiladi. Kelajagini taxmin qiladida, sizni qarorlaringizni filtr qiladi. Ya'ni kelajakda mana bunaqa byudjet qo'yamiz, mana bunaqa raqamga chiqamiz va shu raqamga chiqishini nazorat qilaman deydida, 5000 dan 10000 ga chiqadigan paytida $2000 olib turib, u finansistni ishlatsangiz sizga qiymat qo'shishni boshlaydi. Agar o'zi $2000 topyapsizda, lekin 2000 ni finansistga beryapsiz. Agar u chiqara olmasa, sizni pastga tortib ketishi mumkin. Chunki qaysi nuqtadasiz degan savol bor-da. Nech pul topyapsiz? Mayli 2000 topayotgan bo'lsangiz, $500 odamni qo'yib turib, mana shu raqamlarni ko'rgin degan holatni yaratishingiz mumkin. Lekin bozor o'zi $2000 topayotgan bo'lsa, unga $2000 olib kelib turib siz foydangizni kamaytirishingiz bu xato. Lutshi o'zingiz o'rganib, soat bayiga olishingiz mumkin. Soat bayiga kimdir sizga o'sha ishni qilib beradi. Menga to'g'rilab ber, men o'zim ishlayman deysizda. To'ysiz bir oylik o'sha $1000 ga gaplashib, sizni strukturangizni qilib beradi va uni o'zingiz boshqarishni boshlaysiz. Nima deyapman? O'zingiz boshqaryapsiz. Chunki vazifa aniq, o'zingiz boshqarishingiz kerak, chunki foydangiz kam. Lekin uni boshqarib borganingizdan keyin, uni oshirib ko'targaningizdan keyin nima qilasiz? O'sha vazifani vaqtingizni boshqa insonga o'tkazib sotasiz. Bizi bozorda $30,000 oyiga topayotganlar ham, $50,000 topayotganlarda ham ko'pida finansist yo'q holatlar, keyslar juda ko'p-da. Sababi nima desa, qo'rquv bor. Hamma raqamlarni finansist ochiq ko'ra oladi-ku. Bu qo'rquv bo'lsa, o'sha gap. Siz ani tatib ko'rmagunizcha uni ko'rmaysiz. U ras qo'rqyapsizmi? Siz keyingi etapga chiqmoqchimisiz? Vazifangizni bo'shatishingiz kerak, chunki keyingi etapda sizni bo'sh vaqtingiz yo'q. Demak, shu 5000 dan 10000 ga o'tayotgan etapda boshlab olsa yaxshi. Eng zo'ri shu. O'sha etapda. Даже arzon narxda boshlasa ham bo'ladi. U ko'p narsani o'rganib oladi. Uni keyin investitsiya qilib, ustiga tikib xod qilsangiz ham bo'ladi. Ko'plar, men hozir o'zimni endi universitetimiz bo'lganligi uchun moliya fakulteti bor-da, o'shatdan 500 ga kamida olishyapti-da. Student bolalar biladi, hisob kitobni biladi, ko'radi. Uni keyin investitsiya qilib, keyin ko'tarishyapti. 500 dan o'zi o'rgangan. Chunki haliga aytganimda ishonchdan o'tish kerak. Keyin tajribaga pul tikyapti. Keyin qarabsizki, 1 yildan keyin u уже qolib ketishadi. Keyin $1000 ko'paytiradi, keyin $2000 ko'paytiradi. Qanaqa qo'rquvlar bor? Misol uchun, bu bo'ldi, raqamlaringizni ko'rdi, nima qildi? Odamlarda shunaqa qo'rquv borki, u raqamlarni ko'rgandan keyin
aka o'zi $30,000 topayotgan ekansiz, uyalmaysizmi menga $500 to'lagani deydi. Ha. Chunki finansist hamma raqamni ko'ra oladi. U bor, raqobatchingizga o'tib ketish bor. Finansist aynan qaysi harakatlar pul olib kelayotganini ham biladigan insonda. Mayli, u qaranglar, haligi tizim aytdim-ku, tizim qo'yganda u raqamni ko'rgani bilan bu xuddi shu biznesni qila oladimi desa yo'q. Men hamma tadbirkorlarga aytaman, baraka topkunlar. Finansist raqamlar bilan ishlaydigan inson va u chiqib sizni biznesingizni nariyoqqa chiqib kopiya qila olmaydi, chunki sizni sotuvchingiz bor. Qaysiki polni jamoa bilan ishlaydi, klientlar bilan ishlaydi, sizni xomashyo bilan ishlaydigan. Finansist borib uni ko'rib olgan taqdirda ham u jamoani qurish imkoniyati kam bo'ladi. Uni qo'rqmasdan qilish kerak. Hunting qilsa-chi? Raqobat hunt qilayotgan paytda qanaqa qiladi desa, demak raqobat $1000 to'layaptimi, siz $1000 dan kam to'lashni boshlasangiz, u albatta ketadi. O'sha joyda ham qo'rquv bor. Tayyor turish kerak-da. Bozorda bir xilgilar ko'p narsani narxini bilmaydigan tadbirkorlar borda, ayniqsa o'shalar demping qiladi, ayniqsa o'shalar kadrlarni o'ta qimmat sotib oladi. Tirik qolmaslik veriyatnisi yuqori, lekin nimalardir qilib ketishadi. Shunaqa paytda o'sha $50,000 topayotgan odamlar ham model yasattirib olyapti-da, o'zi majbur bo'lyapti biznesini boshqarishga yoki qaysidir bir yaqin insonini qo'yadi. O'sha bilan maza qilayotgan bo'lsa, unga qo'yib berish kerak. Maza qilyapsanmi? Bitta savol beraman. Maza qilyapsanmi o'zing qil. Ha, maqasan boshingni ortib, maza qilmaysanmi dalish. To'g'risi. Ras shu ishni o'zing qilyapsanmi? Maza qilyapsanmi deb savol beraman. Ha, maza qilyapman. Bo'ldi, qil. Yo'q, maza qilmayapman, menga zo'r ideyalar kelyapti desa, unda topshirishni ham o'rgan. Topshirmaguningcha sen vaqtingni sotib olmaysan. To есть vaqtni sotib olish kerak u. O'zining vaqtini sotib oladi u. Tadbirkor o'zining vaqtini sotadi, u biznesdan chiqish uchun. Uning uchun nima qiladi desa, bozordan ko'proq berish kerak. Zo'r. Shu KPI'ga ham oxirgi yechim berib keting. Qanaqa ishlatamiz Mana ko'pincha aniq qilishadi-ku, bo'ldi, siz qancha ekonom qilsangiz o'shana qanday foizni beraman deyshadi, KPI qilib berishadi. Keyin endi yaxshi moliyachi bo'lsa, u endi u strogi bo'ladi. Ba'zilarida endi ketib qolishi mumkin boshqa joyga, ya'ni yo'q bo'ldi, kuldir kerak emas, ekonom qilamiz, radikal qanday qarorlar qilib tashlashi mumkin. Mana shu tarafini qanaqa kontrol qilsa bo'ladi? Men endi finans sistemga oddiy masalan bemalol qo'yishlik mumkin. U biladi finans sistem. Men aytaman, shu raqamga sansiz chiqdim. Keyingisiga KPI qo'yaman deyman. Demak, men shu raqamga sansiz chiqdimmi, sana olib kelishim bu raqamdan kattasiga bo'lish kerak. Toza foyda haqida gap ketyapti. Toza foyda haqida. Toza foydaga men sansiz chiqdim deyman. Raqamlarni ko'rsataman, ko'radi. Oyligingdan tashqari KPI qo'ymoqchiman. Unga A, B, C. A da bunaqa olasan, B da bunaqa olasan, C da unaqa olasan. U kattaga harakat qiladi. Har doim. Hech bo'lmaganda o'rtasini uradi. To есть 3 ta variantdan o'rtasini urishni boshlaydi va unga o'sha ko'tara oladigan darajangizda foizni ulab qo'ysangiz, avtomatik u narsa ishlaydi. Nega? Chunki unga urg'u berishni boshlaydi. Zo'r. Force major bo'lib qolsa-chi? Misol uchun, Menda bitta e'tiroz bor lekin mana shu. eng katta ishni SEO qilardi, finansist emas. Va siz buni bilib turibsiz. Yo'q, finansistda har bitta odamning darajasi bor. CEO u byudjetda tasdiqlab o'sha foydani olib keladigan odam. Lekin karra X prognozdan ko'proq lekin bordi. ikkinchi tarafi bor. Ikkinchi tarafi bor. Agar finansistsiz CEO harakat qilsa, o'sha force major holatiga tushib qoladigan holat bor. O'shaning uchun CEO tasdiqlaydi finansistga shu narsani berishi. Nega? Chunki finansistni raqamlarni berishi CEOni qaror qabul qilishiga eng katta hissa qo'shadigan odam. O'shaning uchun bu proporsiya to'g'ridan to'g'ri sizga bo'ysunadimi yoki CEOga bo'ysunadimi? Finansist CEOga bo'ysunadi, lekin CEOdan keyin finansist va HR bo'ladi. Bularni to'g'ridan to'g'ri menga do'stupi bor. Qolgan komanda pastda bo'ladi, u hammasi, даже finansist ham, HR ham CEOga bo'ysunadi, lekin nimadir kelisha olmay qolsa, avtomat menga chiqish imkoniyati bor. Mana shu ikkita ключda. Finansistda va HRda. Nega? Chunki biznesni odamlarni boshqarishni HR kontrol qiladi, finansist raqamlarni kontrol qiladi. CEO bilan kelishmagan holatda ular menga report qilishi mumkin. Tushunarli. Demak, deyarli teng lavozimda, lekin CEOni finansist ustidan boshqaruvi bor. Bitta odamdan ma'lumot kelsa, menimcha iskajonni ma'lumot kelib qolishi mumkin, noto'g'ri ma'lumotlar. Noto'g'ri, masalan, ixtilof bo'lib qolgan paytda unda o'zligi chaqirishadi. To есть, unaqa emas, lekin avtomat menga report qila oladi. Margulandan bitta zo'r hikoya eshitganimda, o'sha biznes hikoya. Xullas, katta biznesning egasi zavod kelgan ekan. Zavod kelganida qarasa, pastda o'sha moy tomgan ekan. O'sha
o'sha yerda mexanik chaqirgan ekanda. Mana ne moy turibdi, tozalab qo'ymaysizlarmi? Foydasi yo'q, moy doim bo'lgan deyapti-da. Nega moy bo'ladi? Chunki yaxshi moy olmaymiz. Chunki siz noto'g'ri KPI qo'ygansiz, moliyaga va ta'minotga ekonom qilgan narsaga aniq qiladi. Evaziga biz ko'proq moy ishlatamiz, sifatsizroq mahsulot ishlab chiqaramiz. Brak foizi ham ko'proq. Mana shunaqa holat bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni siz sof foyda qo'ydingiz-da unga. Lekin u ekonom qilmoqchi, hammasini ekonom qilyapti, qisqa muddatda ko'proq pul topib ketavermoqchidir-da balkim. Shu narsa bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Yaxshi savol. O'zi yaxshi moliyachi matching prinsipi bor. Ya'ni xarajatni kamaytirsangiz, avtomatik sizni tushumingiz ham kamayadi. Dunyoda hech qachon xarajatni kamaytirib turib, foydani oshirish imkoniyatida har doim proporsiya o'ynaydi. Bu proporsiyani ushlash juda muhim. Ya'ni siz hali men aytganimdek, yanvar oyida byudjetda qilinishi va u summalarni oldindan tasdiqlanishi muhim rol o'ynaydi. Chunki ya'ni kelajakdagi raqamlarni taxmin qilganligi uchun biza nima qilyapmiz? Yanvar oyida bu yilgi foydamizni tushumimizdan tortib, xarajatimizdan tortib, toza foydamizni nima qilyapmiz? Tasdiqlayapmiz. U o'sha raqamlarga rozi. Finansiz o'z boshimchalik qilmayapti. Nega? Chunki yaxshi finansiz xarajatni kamaytirish strategiyasida undan zo'r qiymatni tushirmasa hech qachon xarajatni kamaytirmaydi. Yaxshi finansiz unaqa qilmaydi. Chunki o'zi prinsip bor, matching principle deydi. Tushumga qarab xarajat proporsiya o'ynaydi. Xolismi, xohlamaysizmi, qaysi industriyaga kirayotgan bo'lsangiz, o'sha narsa o'ynaydi. Lekin hozir IT loyiha kirayotganligi uchun, startaplar kirayotganligi uchun unda imkoniyat bo'ladi finansistda. Men bu odamni o'rniga, 5 ta odamni o'rniga bitta odamni ishlatib nima qilaman? Xarajatimni kamaytiraman, lekin bu vazifa baribir bajariladi. Bajarilmaydigan vazifada tushum kelmaydi. Kimdir yoki nimadir qilish kerak u vazifani. Faqat shu holatda optimizatsiya qilish mumkin xarajatni. Yoki tushumni oshirish tizimlari bor hozir. Sun'iy intellektlar, call centerlar, har xil holatlar chiqyapti. Nima qilyapti desa, odamni interactionini, ya'ni odamni kommunikatsiyasini odamsiz rejalashtirish deydi. Agar bunaqa imkoniyat bo'lsa, qilinadi. Lekin bu vazifa bajarilmayaptimi desa, yo'q. Vazifa har doim bajariladi. Tushumni olib kelish uchun nimadir xarajat vazifasi bajarilishi kerak. Yaxshi finansiz unaqa xod qilmaydi. Chunki sifat tushsa, tushum ham tushib ketadi va uni qilingan byudjeti, birinchi yil davomida byudjeti uni raqamga chiqara olmaydi. Demak, finansiz vazifasi faqat xarajatni doim optimizatsiya qilish emas, yangi daromad oqimlariga pulni yo'naltirish orqali ham korxonani tushumini ko'paytirish mumkin. Yo'q, u endi CEO ni vazifalari, ba'zi bir vazifalarni anaqaga finansizga o'tkazib yuborsalar, u CEO ga qaraladi, ya'ni frontda olg'a deb ketadigan odam bu CEO hisoblaymiz, lekin back office deydi. Back office'da o'sha raqamlarni bermasa, u qilichsiz chiqib ketib qoladi, olg'a deb. Uni qo'lida bittasida qilich, bittasida pistolet bo'lish kerak. Bu narsani kim qiladi desa, back office qiladi. Back office uni tayinlab beradi. Lekin usiz bu ishlamaydi, busiz u ishlamaydi. Ishlashi mumkin, olg'a deb tushumni olib kela oladi. Bu yetib olmay qolsa, o'sha o'rtada uzilish bo'ladi. O'shaning uchun ikkalovi baravar ketish kerak. Ya'ni poddershkani finansiz olg'a qilib berish kerak. Aka, mana $100,000 bor, marketingga maminchasi, maminga maminchasi, maminga maminchasi. Chunki biz byudjetda egasi bilan tasdiqlab olganmiz. Bundan oshuv bo'lib qolsa, biz nima olishimiz kerak? Tasdiq olishimiz kerak. Chunki byudjetdan bu limitimiz o'tib ketyapti deydi. O'shaning uchun byudjetda ko'plar tushunmayapti. Shu yanvar oyida siz keyingi yilda qancha tushum qilishingizni, qancha xarajat qilishingizni, qancha toza foyda qilishingizni oldingi 2 yil bilan solishtirib olishingiz kerak. Nega 2 yil? 2024-2025 ni ko'rasiz, qanaqa o'sayotganingizni berasizda, xuddi shunaqa o'sa olmaymanmi degan taxminni qo'yasiz 2026 ga. Va talashasiz, hattoki CEO bilan. Men CEO bilan talashaman. Men deyman 30% ga oshmoqchiman keyingi yil deyman. U osha olmaymiz deydi, bizga pul yetishmaydi yoki mamnaqa. Talashib bitta raqamga to'xtaymiz. Va u raqamni CEO berish kerak. Chunki u ishonish kerak o'zi o'sha raqamga chiqib olishga. U raqam tasdiqlangandan keyin bo'ldi, o'sha bajariladi. Bajarilmay qolsa, bir oydan keyin yanvar oyiga
masalan 100 minglik savdo qo'yilgan, nega 80 ming qilding? Aytadi, obъяснениесini tushuntirib beradi. Mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa bo'ldi. Agar men qabul qilsam, korxonani egasi bo'lib qabul qilsam, yana dalshi yuraman. Agar qabul qilmasam, strategiyani o'zgartiramiz. 10% budjet bilan o'zgarish sodir bo'lsa, demak qayerdadir xato qilamiz. Zo'r. Qiyin bo'ladida. Yo'q, nega? Shunchadamizku. Men tomoshabinlar qanaqa buni tushunar ekan deb o'ylayapman. Biznesi bor odam tushunadi. Biznes qilib yurgan, o'ylab yurgan odam tushunadi. Soddalashtiramiz Umid aka. Qarang, bitta zo'r prinsipni o'rganganman Nasim Talebdan. V negativ deyiladi, ya'ni pozitiv narsalardan keyin negativ narsalardan degan narsa. Ya'ni siz hozir qanaqadir darajaga erishdingiz. Biz buni ko'rib muvaffaqiyat deymiz. Menimcha rejalar bundan ham kattaroq. Endi ko'p manimcha sizga aytishsa kerak, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima qilish kerak va qaysi harakatlarni qilgansiz muvaffaqiyatli bo'lish. Menga boshqa narsa qiziq. Qaysi harakatlarni qilmagansizki, shu darajagacha yetib kelgansiz. Ya'ni siz mana yosh 40 dan oshdi. Menimcha ko'p singan odamlarni ko'rdingiz. Ya'ni xatolik qilib tashlashgan, sindi, bankrot bo'ldi, tam oilasi qolib ketdi, uysi qolib ketdi va hokazo. Qaysi o'sha xatolarni siz qilmagansiz? Xatolik qilmasda men dodam rahmatli bitta holat qilganlarda, o'sha hech esimdan chiqmaydi. 18-noyabrda uylanganman-da, uylangan paytimda 16-noyabrda qor yog'ganda. Voy deganman, to'yim qorda o'tar ekanda deganman-da. Shunda dodam, xavotir olma deganlar-da, shunda ko'chaga chiqib qilganlar-da, naq qilganlar-da. Ertaga qor yog'maydi bolam deganlar. Shu narsa meni miyamda qolib ketganda. Ya'ni haligi Golboy okean insonlar oldin biznesda shundoq qilib turib biznes qilsa, havoga nisbatan qilib turib biznes qilsa yurib keturganda. Tushunasizmi? Nega? Chunki bozorda hech kim bo'lmagan. Lekin hozir yo'q deydi. Hozir ob-havo anaqa iPhone'ga kiradi, App Store'ga, weather'ga kiradi-da. 1 yillik anaqasini ko'rib olib, ertaga chimyonga chiqsam bo'lar ekan, lija bo'layotgan ekan, qor yog'ayotgan ekan deb qaraydi. Ya'niki har doim raqamlarga qarab turib yurishim meni shu holatga olib kelgan. Endi avvalo Allohdan, raqamlarga qarashim menga ko'proq fundament bergan. Hozirgi tadbirkorlarda qanaqa desa, bittasini duxi ko'p, zo'r. 50-50 o'sha. Qiladi. Davay deydi ketadi. Lekin ko'p tadbirkorlar, "Voy, menga qara, nima bo'lyapti o'zi biznesingda?" desa, 10 so'mga olman, 12 so'mga sotyapman, 2 so'm foydam deydi. Lekin asosiy raqamlaringni rostdan shunaqami desa, uni dekabrda ko'ramiz deydi. Tushunasizmi? Ya'ni xarajatlari yoki raqamlarini bilmasligi uni o'zi aslida foydasini kamaytirayotgan bo'ladi. Oxiri qolgan ostatkaga rozi bo'ladi. Chunki majbur sodir bo'ldi bu narsa. Qor yog'ib bo'ldi. Undan keyin bu narsani qarash xato. Uni oldindan taxmin qilish mumkinmidi? Biznesmen shunaqa qilish kerak. Raqamlarini ko'rib olish kerak. Qancha raqamlaringizni ko'rib olsangiz, Alloh o'zi shuncha barakani ham beraveradi. Lekin raqamlarni tasdiqlay olmasangiz, insonni haligi effektivnessni tekshiramiz dedi-ku auditda. Qancha effektivnessda ishlayapti biznesing desa, menga qolsa tog'da yurmaydimi? Rostdan direktorim bir kun tog'da-da, men bo'lib qo'ygan paytimda, "Alo, qayerdasan?" desam, "Tog'daman" dedi. "Tinchlikmi Umid?" dedi. Keyin, "Yo'q, men hozir ko'rishmoqchi edim, ishim bor edi." desam, "Raqamlar tushganmi yoki neto emasmi? To'ys muammo yo'qmi?" dedi. "Yo'q, raqamlar normal" desa, "Bo'ldi. Muammo yo'q." Menga qayerda yurishi qiziq emas uni. Glavniy hamma kemada ketyaptimi? O'sha raqamlarni uryaptimi? Budjetni uryaptimi? Menga desa katta xolasinikida yurmaydimi? Glavniy solishtirma raqam bo'lish kerak-da. Ko'plar uni nazoratiga o'tib ketadi. Yo'q, nazorati nima bilan o'lchanadi desa, rezultat bilan o'lchanadi. Rezultatni qilyaptimi? Menga desa tog'da yurmaydimi? Hozir Amerikada o'sha bola. Amerikadan turib ishlaydi. Yo'q, zo'r keys esimga soldingiz. Bir marta men tanishim chaqirdi, Ro'shan, ko'rchi marketolog olishim kerak. Sen tushunasan-ku, sal turib ber dedi. Chaqirdi. Keyin biz kontekst reklamani oldik, uni sohasi uchun kontekst reklama, chela sayt to'g'ri keladi. Keyin yana tanishim bunga savol beryapti-da. Qancha qilasiz? Qanaqa qilib target yoqasiz? Keyin kulchovoy so'zlar, qanaqa so'zlar ishlatasiz? Yo, men so'z ishlatsangiz bo'lmaydimi deyapti deb buralib qoldim-da. U umuman o'zi kontekst reklama nimaligini ham bilmaydi. Uje anu protsesga aralashib ketyapti-da. Konkret mana shuni tushuntiryapsiz. Ikir-chikirga kirish kerak emas, natijaga qarash kerak. Shunaqa marketingdan emas, sразу so'raydigan narsam konversiya qanaqa deyman.
Mani konversiyam nechi sentga tushdi deyman. CC qancha, CPL qancha? Xuddi shu narsani so'rayman. Bo'ldi, shu narsa byudjetimni tasdiqlaydimi? O'tib ketmadimi? Bo'ldi, bos. Agar maydalashib ketsangiz, o'sha anaqadan chiqib ketib qolasiz. U уже vaqtingiz qolmaydi. O'sha noto'g'ri. Masalan, sanda muammo yo'qmi desa bor, hammada bor muammo. Muammoga strategiya qo'yilganmi? Ha, byudjet uryaptimi? Ha, bo'ldi. Strategiyam bo'yicha ketyapmanmi? Ha, missiyamga qarab yurilyaptimi? Ha, strategiyalar qo'yilganmi? Ha, bu strategiyaga nechta taktika qo'yilgan? Ha, qo'yilgan. Taktikalar bajarilyaptimi? Ha, strategiya uryaptimi deydi. Ha, bo'ldi. To'ys muammo nima? Qiziq, zo'r tasdiqlayverdingiz. Lekin bilasizmi nima? To'g'ri, endi yoshlar ko'rayotgan paytda har xil anaqa qiladi. Ishoning, bir xil kelib qoladi-da sizga. Menda ko'p bo'ladi bu narsa. Aka deydi, asoschilarni podkastingizda mana chiqdi deydi. Ha, bir marta keldi-da, katta qilich ko'tarib ketdi-da. Nima bu? Men tanimayman. Mana shuni sovg'a qilgan ekanman. Nimaga desam, shunaqa narsa tushuntirib bergansiz deydi. To'ys bo'ladi-da. Lekin hamma olish kerakmi? Yo'q. Masalan, hozir aytyapsiz, qiynaladi yoki boshqa narsa. Ha, niyat nima? Niyat zo'r, toza. Asoschilarda foyda beradimi? Foyda beradi. Buni qachondir tushunadimi desa, tushunmagan taqdirda ham bor-ku, esiga kelib qoladi. Voy deydi, unda asoschilarda eshitgan edim, mana bunaqa degan edi yoki bunaqa degan edi deydi-da. O'zidan o'zi ustoz deb chaqiradi. Unga men sizdan manfaat oldim, mana shu gapirganingizda mana bunaqa narsa oldim deb gapirishni boshlashadi. O'shandan anaqa zo'r kayf yo'q-da. Даже sizni oldingizga kelib qoladi o'sha narsada mana bunaqa narsa qiluvdim, mana bunaqa holatda men mana bunaqa natija oldim deb boshlaydi. Lekin iltimos qilib so'rardim, ijtimoiy tarmoqda ko'rilayotgan tadbirkorlarga tegishli yoki tadbirkorlikni o'rganmoqchi va boshlamoqchi bo'lgan insonlar haligi narsaga juda ahamiyat beringlar. Birinchi raqamlaringlarni ko'rib olinglar, обязательно nima foyda, nima qilaman, bozor qancha, bu analizlarni tahlil qilib olinglar. Tahlil qilib bo'lgandan keyin albatta siz bor raqamingizdan, bor plyusdan, bor byudjetingizdan kelib chiqib byudjet tuzinglar. To есть nima biznes qilmoqchilar, qaysi raqamga chiqmoqchisiz va unga qanaqa chiqasiz. Bu rosa muhim bo'lgan fundament. Hattoki siz aytganingizdek ko'p odam bu narsani qilmaydi. Даже 90% deb qo'rqmasdan aytaman, lekin vaqti keldimi desa uje keldi. Men hattoki oldingi anaqada ham podkastda ham aytdim, hozir uje tayinlanyapmiz, men majbur chiqaraman buni. Doskalarda ko'rsatib, har bitta finansda o'zim umuman qanaqa qilsam o'sha narsani sahnaga olib chiqish strategiyam bor. Yaqin orada bo'lib qoladi. Bu o'sha IT yo'nalishda qilishim kerak deyapman-ku. O'sha vaqt masalasi katta rol o'ynayapti. Zo'r, tavsiya qilamiz. Umid akani ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da ko'ringlar, foydalaninglar. Men o'sha darsingizga borganman. Haligacha bitta olgan instrumentimni haligacha ishlataman. Esingizda bo'lsa, orqangizdan chiqib, Umid aka kamomatlar chiqib qolyapti. Uni aniqlagunimcha meni ancha vaqtim ketib qolyapti. U vaqtimni daromadga sarflasam, ko'proq pul topardim, lekin shuni aniqlashga ketib qolyapti deganimda bir summa belgilab oling deganidingiz. O'sha summadan pasti bo'lsa kiring, rozi bo'ladigan summangiz. Bo'lmasa kirmang, bo'ldi. O'sha materialngizni hayolingizni anaqaga sarflang, daromadga sarflang, o'sishga sarflang degan hozirgacha foyda beradi. Yillar mobaynida meni qiynab kelgan muammoga qisqa javob bo'lgan. Chunki men o'sha 24/8 strategiyasiga yo'naltirganman har doim. Mana o'sha 3/8da qaysi 8 ichida qancha pul topayotganimni bilish bu juda muhimda. Masalan, o'zingiz aytganingizdek haligi tadbirkor $50,000 topyapti-da, $2,000 yo'qotib qo'ydi. Ahmoqdan bo'ladi, $2,000 ko'lab qattiqgin deb tiktilashdi. 10 kun, 15 kun ba'zida 1,5 oy vaqt. Ishoning, noldan chiqqan odamlar bor-ku, o'sha 2,000 ga kiradi. Nega? Bir do'stim, endi otini aytmayman. Bir do'stim $50,000 yo'qotib qo'ydi-da. Shunchalik uyqusini bizdiki, haligi 3/8da bitta 8da uyquga tengda. Shunchalik uyqusini bizdiki, banesalarga yotib chiqdi-da, tuzalolmadi. Sostaviyada qancha foiz bu? Endi zo'r savol berdingiz. Chunki men o'rtog'im bordim, menga qaradi, nima, cho'mchagingda $1,000 bor edi dedim. Ha. $50 yo'qotding, siqilasanmi desam, yo'q dedi. Baraka topkur, cho'mchagingda $1,000,000 bor edi, ammo 50,000 yo'qotganing uchun nima siqilyapsan? Desam, 50,000 katta-ku dedi. Chunki noldan chiqqan bo'ladi, noldan katta bo'lib $1,000,000lik anaqasi. Cho'mchagingda $1,000. Lekin foizga taqsang, u ham 5% ku, baraka topkur. U raqamga chiqqaningdan keyin xuddi shuni $50 yo'qoldim deb faraz qilishni o'rgangan. Bo'lmasam stress ketadi, kasal bo'lasan, infarkt bo'lasan, ketdi yog'i. Uni narxi yo'q. Solishtiradigan narsang, yo'qotadigan narsangni narxi yo'q.
Uni foizga nisbat urishni o'rgangin. O'shanda o'sasan deganimdan keyin ishongin deydi. Mani balizaga yotib chiqqanimda tuzalmadim, lekin shu foizga taqaganing meni uxlatdi endi. O'sha dorilar ichib uxlamayapti unda. U qanaqa yo'qotib qo'ydilar uni? Endi O'sha yo'qotib qo'ymaganlar. Yo'q, biznesga tikkan uxlagan. U уже siqilyapti-da, ichvosi. Qaytarib bo'lmaydi. Qaytarib bo'lmaydi, kelmaydi, уже uxladi. Lekin baraka topkir $1000 da $50 bilan solishtirgan paytingda o'sha 5% tashkil qiladimi? 1 millionda ham $50,000 5% tashkil qiladi. Bu insonlar unga tayyor bo'lish kerak. Ko'p odamlar, men endi xafa bo'lsa ham aytaman, odamlar tushunish uchun aytaman. Kecha bir holat bo'ldi. Umid dedi, bu yerda 2,800,000 ekan. Shuni antga boringlar dedi. 2,500,000 ga olamiz dedi. O'tga borish menga 40 minutga tushadi. Odamlar o'zi asli o'rganish kerak bu holatga. Ayniqsa o'smoqchi bo'lgan odam imminni xarajatini ham ko'rish kerak. Hali nima dedim? Matching principle dedim-ku. Xarajat bo'lmaguncha anu kelmaydi. Lekin xarajatni kattaga o'rgatmasangiz, kattani ham kutmang. Ko'p odam shu joyda qiynaladi. Ya'ni ayniqsa noldan chiqqan odamda bu narsa bo'ladi. Men ham o'tganman o'sha etapdan. Menga rasa aqlli, rasa anaqa odam xuddi shu tavsiyani bergan. Baraka topkur degan. Sen katta urovingga chiqasanmi, umidni qidir degan. Menga o'zimni ustozim, sen umidni o'rniga sen studentni qo'yibsan. Umidni xohlayapsan-da, studentdan umidni xohlayapsan. Kutma uni. Yo'kida tayyor tur 2 yil o'stirishga umid qilishga. Yo'kida umid qila olmaysanmi, umidni narxini qidir degan. Bu katta anaqa tavsiya bo'lgan. Qaysiki o'sha B nuqtadan C nuqtaga chiqish imkoniyatini yaratadigan. Bu narsa hamma xarajatda bo'ladi. Yana bir holatda aytib beraman. O'zimda bo'lgan. Amerikada bitta $720,000 topadigan odam bilan meni dachasiga olib ketgan. Dachasiga birga chiqqanman-da, yo'ldan suv olaylik degan. Suvga to'xtaganda shu Mamutda anaqa bor, o'sha xolodilnik muzdek suv qo'yib qo'ygan. Ichkariga kirsangiz, bu yerda har bitta suv $2 dan sotilyapti. $5 ga shuni yoni bir 20 metr ham yurmaysiz-da. Shuni oldida, ikkita suvni oldida $2 dan qo'ydi. Men oldim, bittasini oldim. Menga qara dedim, shu yonidagi magazinda shu $5 ga 16 ta olardi, korobkada olardi. Nega uni olmadi desa, bitta zo'r qattiq gap gapirgan. Umid shuni ham kimdir qo'ygan-ku, shuni ham kimdir biznesi-ku, u ichkaridan oladigan, senga mos, sen studentsan, lekin men katta pul olayotgan odam Mamutdan olishim kerak deganda. Bu menga g'alati bo'lgan, o'sha studentlik paytimda g'alati ta'sir qilgan, lekin bu narsani o'sha odamlar o'rganish kerak. Chunki har bitta xarajatda matching prinsipi bor va bu prinsipni biz bo'lmaydi. Agar siz B nuqtadan C nuqtaga chiqmoqchi bo'lsangiz, unga tayyorlanish kerak. Chunki haliga aytgan xarajatga tura olmadingizmi, ana uni kutmang. Chunki xuddi shu strategiya. Men 720,000 topganman, bu meniki emas, ichkaridan kirib olish. Buni kimdir biznes qilyapti, buni ham biznes yurish kerak. Meni narxim bu yoqda deyapti-da. Haliga aytgan birinchi kassir gapingizga ham moslashadi, aylanadi. Zafar aka bilan o'tirdik, tadbirkor, xullas lijaga chiqqanmiz, Zafar aka boshqa ishlar bilan ko'rishib qolganmiz, o'tiribmiz. Bitta o'sha brat aytib beryapti-da, короче, skipaz olish kerak, menimcha выгодный, anaqa, короче, summalar, misol uchun, короче, 4 million emas, misol uchun hozir 6 million, 7 million ishlab oryapsiz deb tushuntiryapti-da. Hozir skipazlar gaplashmasak bo'ladi, hozir mana shuni o'ylashim qoluvdi, hozir mana ishlarni hozir bitirib olaylik deyapti Zafar aka. Xuddi shunaqa. Boshlari og'rib ketdi-da, xullas. Xuddi shunaqa. Sizni miyangizni arzon narsa egallash kerak emas, agar siz arzon bo'lmasangiz. Arzon bo'lsangiz, arzon narsani o'ylash bu tabiiy hol. Bu narsa bo'lish kerak. Lekin siz haliga aytganimdek B nuqtaga chiqqanmisiz, C nuqtaga chiqmoqchimisiz, C nuqtani xarajatiga tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki agar miyangizni arzon narxlar bilan qoplasangiz, siz qimmat narxlar bilan hisoblay olmaysiz. Zo'r. Shu ham Bu zo'r. zo'r. Bilmadim qanchalik ijtimoiy tarmoqlarda odamlarga bu yoqadi, lekin men siz tushundim. Yoqmasligi ham mumkin. Chunki bu yoqish uchun emas o'zi asli. Odamlar o'ylaydi, men ko'ch boy bo'laman-ku, baribir shunaqa dashrak yeb yuraman deydi-da, ya'ni. Yo'q. Shunaqani Faqat naborotini qiladi. Boy bo'lmasdan turib shunaqa xarajatlar qilib yuradi-ku o'zi jamiyatimizda bor. Teskari holat bor. Teskari holat bor. Jamiyat demang bu narsani juda unaqa yaxshi ko'rmaydi. Imkoniyati yo'q. Chunki bizda teskari narsa ishlaydi. Ya'ni o'zi bor puli $50,000 bo'ladi-da, $70,000 ga mashina oladi. Shunaqada o'zi. Ya'ni u teskari holat. U narsani qilish xato.
ya'ni jamiyat nima qabul qilmaydi desa, chunki bizani jamiyatda ko'r-ko'rona kibrga berib boshqalar uchun yashaydigan holat katta. Ana o'shani qilish noto'g'ri. Siz aytgan formula menimcha bunaqa, oyiga 50 ming topadigan odam doim 5 mingda yashab yuradi, 100 mingga chiqmoqchi, ana uni 10 mingga ko'tarib olish kerak. Shunaqa, chunki multiplication shunaqa ishlaydi-da. To 50 ming topasiz, 5 ming xarajatingiz bor. Demak, 100 ming topmoqchimiz 10 ming degani. Lekin bizani jamiyatda nima qiladi desa, o'zi 50 mingi bor, 100 minglik mashina oladi. 50 mingni qarz bo'ladi, keyin uni to'la olmaydi, mashinani 30 mingga sotadi, 70 ming qarz bo'ladi-da, Dubayga qochadi. Bu o'tgan voqealar. Anaqadan o'tganim yo'q. Ko'p shunaqa. Даже biznesda olsa ham distributorlarning pullari boshqalar uy qurishiga, to'yiga, boshqalarga ishlab ketadi-da, keyin biznes borgan sari pul aylanish sekinlash yopilib, anaqa byudjet yuradi, foyda bilan оборотni ajratishni o'rgataylik boshida. Chunki 5 yil zo'r yashaydi lekin. Men anaqa jamoamdagi a'zolarga ham aytaman-da, menga qara, shu 2 oyga ko'chirding, ha. 2 oyda men hozir ishga tushirib olishim menga mamincha foyda keltirardi. O'shaning uchun qimmatga olishingga rozi edim men kafilni. Kafilni kutdingda Xitoydan kelishini, shuni hisobiga men 2 oy yo'qotib qo'ydim. Opportunityni yo'qotdi bizni. Bu narsani men hozir bu yerdan olib turib, o'sha $17 emas, $23 dan olganimda, men mamyodiy topadigan pulim katta edi. Ya'ni xarajatni oshishini shu nazarda tutib aytayotgandim. Lekin agar o'sha bizani ko'rayotgan yoshlar, voy meni xarajatim ko'p ekan, o'zi to'g'ri qilayotgan ekanman desa, yo'q. Chunki men har doim aytaman, anaqa, men majbur bo'lganman. Jamoamdagi hamma umtga men hammamiz Lacetti'damiz. Iltimos, kattaroq mashina oling, yaxshiroq mashina oling deb mendan iltimos qilingan. Hattoki boshqa holatda bo'lgan. Nimaga desa, chunki xarajatda minus bo'ladigan narsaga tikish o'zi asli. Ya'ni kibrni oshiradigan narsaga yurish noto'g'ri deb bilaman. Nechinchi yil haqida gap ketyapti? 2015. 2015da Lacetti'da yurgansiz. O payt normalniy mashina emasmidi? Balkim normalniy. Yo'q, gap unda emas. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, insonlar hozir topgan puliga yo'q joyini birovdan olib olishi xato deyapman-da. Ya'ni hozir holatda bu narsa qattiq ishlaydi, даже ayniqsa yoshlardan. Chunki ular nima qilyapti desa, risobka qilyapti. Risobkani negizida nima bor desa, kibr bor. Bu kibrni birinchi boshlashi hattoki barakani siqadi. Menimcha fake it till you make it juda noto'g'ri tushunib olishganda, odam u birinchi shunaqa qilib ko'rsatish kerak, keyin shunga erishadi, shunaqa deb o'ylashadi. Lekin ular bilan gaplashasiz-ku, zo'r argumentlar berishadi Umid aka, ishoning, sizni yashontirib qo'yishadi. Balki-da, lekin o'sha meni ishimda bu, klientlar nima mashina kelishimga qaraydi, o'shancha shunaqa mashina kelish, shunaqa zo'r tushuntirib berishadi-da. Men Mercedes olgan o'zimni shogirdimga ham qattiq urush berdim. Bu minusingga ishlaydi dedim. U narsaga yurmagan deb aytdim. Keyin yana bitta holatda aytib beraman. Bular urush berdingizmi? Bular Mercedesda yurishadi bilmasdim. Men bitta shogirdim bor. Katta anaqa oldi-da. Lekin bilaman qarzi bor yoki boshqa. Keyin auditorligimni bilgandan keyin bir ikkita biznesmenlar chaqirdi-da. Aka, mana Mercedes sotsangiz, mana 125 mingni yopasiz. To есть boshqa mashinada yurib turing desam, yo'q dedi. Nimaga? Siz qarzingizdan qutulasiz, bu imkoniyatni yaratadi. Obro'm ko'tarmaydi. Shuni soting. Yo'q, men Mercedes sotsam, qolganlar ham qarzini so'rab keladi. Shunaqa aloqalar bor. U xato. U xato. Bizda mana tanishimiz xullas ishlab kelgan, ko'p pul yig'di, Rossiyada ishlab keldi, mashina oldi. Xullas 8 ming bilan kelgan. Mashina olmoqchi-da. 8 mingga mashina olsa bo'lardi-da, misol uchun ozgincha qoladi, misol Spark olib 6 mingga, 2 ming qoladi. Yo'q, yangi Cobalt 12 mingga kreditga-da. So'rasangiz, nima qilding? Meni urovimga Spark to'g'ri kelmaydi-da. Josimi Cobalt lekin bo'lish kerak, u ko'cha menga obro'liroq и так далее-da. Mana shu bu ego deyapsiz-ku, juda ham to'g'ri so'zda. Ya'ni men degan narsa bor-da. Ya'ni siz o'zingiz kartinkangizni представлять qilasiz-da, oldida misol uchun qaysi mashina yarashmaydi, qaysi yarashadi. Hokazoda. Pul nimaga yetsa o'sha yarashish kerak, to'g'rimi? Shunaqa. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Nima keragi bor? Aka, siz nima haydardingiz? Hozirmi? O'sha mahalla? Volkswagen Crossmidi sizda? Yo'q, hozir anaqa. Li7. Li7. Siz mashina uchun qiziqmaysiz, Yo'q. Yo'q. Siz chunki misol uchun bemalol любой mashina ola olasiz. Yo'q, o'zi, to есть men bilmadim, unaqa. Men masalan sayohatga
ancha pul ko'p sarflayman chem moshinadan. Zo'r. Necha marta yiliga chiqasiz? Agar oilam bilan chiqqanimni hisobga olsa 2025 da bir 6 marta chiqdim 6 davlatga. Bu Tavstoy. Oila bilan. Ha. Undan tashqari ham chiqqansiz. Ha, o'zi undan tashqari. Ana kuni bitta joyda anaqani topshirdim. 2013-yildan 2025 ga MyGov'da bor ekan shu narsa, agar bilmaganlarga. Necha marta chiqib kelsiz? Ha, pasportning kontrollar qancha o'tganingizni ko'rsatar ekanda. U ani juda ko'p boradiganlarga. 197 marta bo'ldi. Har 40 kunda samolyotga chiqqan ekanman. Bu necha yil ichida? 12 yil ichida. 12 yil ichida 197 ta. Bu degani 98 98 ta borib kelish degani. 98 marta O'zbekistonga Vahshiy ku. chiqqansiz. Bizga ham nasib qilsin. Ko'proq. Yo'q, rostdan, to есть kim nimada maza qiladi? Balkim mayli mashinada maza qilsa, okey. Lekin bu ishoninglar, xohlagan anaqa bilan ushaladigan narsalar, uy bo'lsin, mashina bo'lsin, maksimum 1 oy, 2 oyga maza qilishingiz mumkin. Lekin Alloh bitta narsaga qilganda, oilaga sarflangan vaqt bor-ku, oilangiz bilan, farzandingiz, ayolingiz, ota-onangiz bilan sarflangan vaqtni eng maza qiladigan vaqt qilib qo'ygan. U qancha maza qilsin, u narsani odamlar o'zi tushunish kerak. O'shanga sarflanadigan vaqtni qaragan paytingizda afsuslanmaydigan holatga olib keladi. Hatto otangiz bilan bo'lsin, onangiz bilan bo'lsin, kim bilan bo'lishingizdan qat'iy nazar. O'sha anaqalar voqeliklar har doim sizga energiya berib turadi. Pozitiv energiya berib turadi. Mashina oldingizmi? Maksimum maza qilsangiz 1-2 oy maza qilsangiz kerak. Xohlagan zo'r mashinangizni oling. To'ppa-to'g'ri. Keyin undan zo'r materialniy narsalarga nisbatan hammasi qoladigan narsalar. Ma'lum bir dozani ma'lum bir vaqtga beradi. Lekin farzand bilan ota-ona oilaga qilingan sarf xarajatni mazasi davomli bo'ladi. Hatto xotiralarni ko'rib, rasmlarni ko'rganingizda ham. Bucha ani boy Ro'yisi ham odamlar balandroq bo'ladi. bu ani boy odamlar bunaqa narsa bilan maqtana olmaydi-da, 197 marta. Ya'ni bu degani biznes tizimlashgan. Bu degani pulim bor, bu degani oila bilan ko'p vaqt o'tkazdim deganingiz. Ya'ni realni za деньгini ko'pishda, faqat za деньгini ko'pish. Shunaqa. Bilim bo'lish kerak, mehr bo'lish kerak, yana intilish bo'lish kerak, energiya bo'lish kerak. Zo'r. Biza shu 2-3 martaga bemalol ani o'tib olsa yiliga o'sha katta yutuq bo'ladi, stabilnigi. Ko'pincha ani garit bo'lib qoladi-da ishlar. Shunaqa deysiz-ku, bitta life hack aytaman. Ayting. Foydali bo'lsa. Eng zo'r life hack insonga eng zo'r strategiyalari tashqarida keladi. Chet el. Menda shunaqa. Men 3-4 marta bo'lgan bunaqa holat. Faqat choy ichishga bitta joyga borganman, chet elga. Borganman, nima qilgansan desa, faqat o'sha daftar ruchkamni olib, dengizga qarab, shunday o'tirib, choyni ichib, anaqalarni yozish strategiyasi eng zo'r strategiya bo'lgan hayotimda. Bu narsa xuddi komfortniy zonadan chiqqaningda bo'ladi deydi-ku. Komfortniy zonadan rostakasim chiqish kerak. Hattoki treninglarni ishxonada o'tkazmalaring deyman. Boshqa joyga arendaga olalaring, boshqa joyga borlaring deyman. Chunki komfortniy zonada xuddi shunaqa rutin bo'lganligi uchun odatlar takrorlanadi. O'sha xotiralar kelaveradi. U maza qilmaydi. Xuddi o'sha. Hech bo'lmaganda tashqariga chiqa olmaysanmi? Prosta o'sha ofisdan chiq. O'sha vaziyatdan chiq. Holi mayli, hammadan imkoniyati har xil, toqqa chiqib ket. Yokida bitta restoranga, men Toshkentda ham qilaman, to есть bitta joyga borib olaman-da. O'sha Toshkent Cityga borib, kofe zakaz qilib turib, prosta tabiatga qarab turib o'tirishni odat qilish kerak. Diqqat kitobida men ham shuni o'qigandim. Именно diqqat shoir kitobida. kesin aytadi. Shoir o'sha otelda qimmat nomer olar ekanda, o'zi eski starinniy hikoya yozayotgan bo'lar ekanda, o'sha eski otel topib o'shda yozar ekanda. Chunki atmosfera kerak bo'ladi-da unga. Zo'r. Inson g'oyalar olamiga ulanishi uchun определенный narsalar talab qilinadi-da. Bu tadbirkorlarga, bu g'oyali insonlarga zo'r yordam beradi. Charchadingizmi? Nimadir zo'r fikr kelmayaptimi? Chamadonni oling, suring. Bo'ldi. Biznesda qanaqa? U tizimlashmagan daxli yo'qmi? Hattoki zo'r savol bo'ldi. Mana shu oxirgi bo'lsin, chunki sekin yuramiz. Biznes tizimlashadimi, tizimlashmagan bo'ladimi? Sizni chet elga chiqib turib borishingiz biznesingizni tizimlanishiga va odamlar sizsiz qaror qabul qilishiga sababchi bo'ladi. Mana shu zo'r bo'ldi. Bu narsa kerak. Bu biznesga foydali demak.
%100 foydali. Shunaqangi chiqib ketingki, mani telefonga anaqam yo'q, yozib qo'ysang Telegramda kechasi javob beraman deydi. U kechasini kuta olmaydi-ku уже. O'zi qaror qabul qilishni boshlaydi. Komanda o'zi qaror qabul qilishni boshlaydi va bu biznesni tizimlashga olib keladi. Balki qisqa muddatda qanchadir ziyon bo'lishi mumkindir, lekin uzoq muddatlida albatta foydaga ishlaydi. Zo'r ishlaydi, ishoning. Zo'r. Umid aka, unda sekin yakuniy so'zlarga o'tamiz. O'tgan safarda yakuniy so'zlaringiz bir necha million prosmotrli reelslarga tarqalib ketdi. Tiz cho'kib sizlardan iltimos qilaman, telefon kamera ishlating. 1 yil o'tdi. 25-yil bilan tugadi, 26-yilga aktual qanaqa iltimosingiz bor auditoriyadan? Iltimosim qaysi industriyaga kirishingizdan qat'iy nazar, birinchisi u industriyani yaxshi ko'rib kiryapsizmi yoki ko'proq pul topish uchunmi? Bu narsani belgilab olish kerak. Hozir aytadigan narsa va keyingisi iltimos qilganim, buni qayta ko'ring shu joyini. Buni 2-3 marta takrorladim. Raqamlarni agar aqlingiz yetmasa, boshqasi bilan o'tirib bo'lsa ham raqamlarni tasdiqlab oling. Chunki insonni o'zingizga bitta savol bering, shu paytgacha Allohdan nima so'radingizki sizga bermadi? Yana qaytaraman. Shu paytgacha Allohdan nima so'radingiz, bermadi. Agar beradigan bo'lsa, shunaqa raqamlar va shunaqa narsalarni so'rangki, u narsa tasdiqlanib, u raqamlarga aylansin. Ya'niki sizni qilayotgan raqamlaringizni o'zingiz birinchi ko'rib oling. 2026da menimcha topuvdim, 2025da, 2026da menimcha topmoqchiman deydi. O'shanga strategiya qo'ying. Keyin haligi aytgan narsamni dekabrda takrorlaysiz. Allohdan men shu raqamlarni yana barda so'radim. Shu raqamlar sodir bo'ldi. Lekin sodir bo'lishi uchun nima qilish kerak desa, birinchi raqamlashtirish kerak, rejalashtirish kerak. Qancha topyapsiz, qaysi oyda qancha topmoqchisiz? Bu narsalarni qo'yib olishingizni iltimos qilaman. Umidjon aka, samimiy suhbat uchun, zo'r insightlar uchun katta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Mazza qildik. Rahmat. Asoschilik podkastni kuzatishni davom etinglar. Albatta, agar shunaqa foydali podkastlarni dash chiqishni xohlayotgan bo'lsanglar, hammasi sizga bog'liq. Chunki siz faqat like bosa olasiz, siz faqat obuna tugmasini bosa olasiz va faqat siz tanishlaringizga jo'natib, qara zo'r podkast chiqibdi deb ayta olasiz. O'shaning uchun bizni davom etishimiz sizning qo'lingizda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar va albatta raqamlarda biznesni boshqaringlar. Xayr.